E'tiborli bo'lamiz. Assalomu alaykum, yana bir bor xush kelibsizlar. Bir filmda aytadi-ku, e'tibor bersam sizga hech ham gul bermagan ekanman deydi. Shu narsani boshqa narsaga ishlatmoqchiman. Alohida savol-javob qilmagan ekanmiz. Ya'ni mavzular tanlangan doim, lekin muxlislardan dardingiz nima degan masalani kamroq so'ragan ekanmiz. Shuning uchun bugun o'z aslida tintuv haqida edi ko'rsatdi. Men taklif qildimki, to'liq savol-javoblarga ajratsak. Chunki advokatga borish, men to'g'risini aytish kerak, pulli. Umuman olganda, chunki bu xizmat. To'g'ri, qaysidir qismlari bepuldir balki, ammo onlayn mana shunday imkoniyat bo'lib turganda advokatga savol berish imkoniyatini muxlislarga bersak. Hurmatli muxlislar, demak studiyamizda tajribali advokatlar, Verumlov advokatlik firmasi advokatlari Jahongir aka Mutalibov hamda Iqbol aka Ketmonov, xush kelibsizlar. Assalomu alaykum. Endi birinchi savol o'zimdan savol. Mana yaqinda Rossiyada yana bir to'ydami, konsertdami Jaloliddin Ahmadaliyevning konsert, yo'q, endi konsert desangiz juda bir anaqa ham bor edi-ku, stollar ham yasatilgan edi. Mayli, bir tadbirda o'zbeklar ekan, o'zimizdan Qorako'zda. Shu yerga yana o'sha Rossiyani kuch ishlatar tizimlari kelib, huquq tartibot organlariga, men aytmoqchi emasman, kelib ular hali to'polon qildi, yo'q. Lekin to'yda juda g'alati ko'rinar ekanda bu konsertda. U aytayapti, to'g'ri tushuninglar, hammasi joyida, shunday hujjatlarni tekshiramiz va haqiqatan to'polon bo'lgani yo'q, hali bir baqir-chaqir bo'lgani, lekin oxirida yana o'sha qo'llarini oldiga qo'yib, hammasini endi hujjati noto'g'ri bo'lsa kerak-da. Shularni olib chiqib ketdi. Yomon endi umuman olganda. Endi buni turli obyektiv, subyektiv asoslarini ko'rib o'zi muhokama qilish kerak. Bu migratsiya yo'nalishidagi alohida bir masala. Va tashqi migratsiya agentligi bunga munosabat bildirdi. U yerga advokat jo'natilganligi, Rossiya qonunchiligi bo'yicha ko'rib chiqilayotganligi, bu qanchalik o'zi qonuniylikdan tashqari etik deydi-ku. Axloqiy jihatdan qanchalik to'g'ri, ya'ni mehmonlar masalasida bunday yo'l tutish o'zi qanchalik to'g'ri. Masalan, birovning xursandchilik kunida kirib bitta hujjatinglarni tekshirib qo'y deyish qanchalik to'g'ri. Va u yerda hujjati noto'g'ri bo'lganlar ham ko'pmas ekan o'zi. Juda ham kamchilikni tashkil kishi. Endi juda ham kamda, endi bu butun bir to'yxonadan bu juda ham kam. Va ular ham bir qandaydir jinoyatchi emas, faqat o'sha hujjatlarida noaniqliklar bor. Migratsiya agentligi, migratsiya bo'yicha masalalar va do'stimiz Botirjon Shermuhammad bilan buni yana muhokama qilamiz. Savol: chet elda bo'lganda O'zbekiston fuqarosi uning huquqi buzilyapti deb his qilganda yoki buzilayotganda o'zi nima ish qilish kerak? Qanday yo'l tutish kerak? Chunki O'zbekistonda tushunarli. Lekin chet elda u qanday himoyada, bu qanday yo'l tutish kerak o'zi? Yaxshi savol. Bugungi kunda dolzarb. O'zi bu hammasi ana shu huquqlarimizni bilmaslikdan kelib chiqyapti. Aslida bunaqa holatga tushib qolishimiz deb o'ylayman men. Sababi, agar meni o'ylashim bo'yicha endi biz fuqarolar xorijiy mamlakatlarga mana borib ishlab kelyapti, bir necha yil turishni aniq biladi u yerda. Ana shu mamlakatda yurish turish qoidalarini o'rganib qo'yish kerak degan fikrga yetib keldik menimcha G'ayrat Xo'ja aka. Sababi bir mamlakat ketayotgandan keyin bari tartib intizomi bir-biridan farq qilmaydi mamlakatlar unaqa ko'p. Bo'lib ham biz endi sobiq SSR tarkibida bo'lganmiz, qonunchilik bazamiz bitta. O'tgan 35 yil va 34 yil davomida hali qonunlarimiz masalan alohida O'zbekistonga xos qonunlar deb chiqayotganimiz yo'q. Baribir shu atrofimizdagi mamlakatlardan andoza olamiz. Shuning uchun bizning qonunchilikda ko'p ham katta farq yo'q. Migratsiya qonunchiligi deymizmi, ma'muriy huquqsizlik qonunchilarimi, jinoyat protsessuallar qanday o'tish bo'yicha deyarli ko'p farqimiz yo'q. O'zi bugun ham mana shuncha tintuv degan mavzuni biz iltimos qilgandik, shu mavzuni ko'taraylik. Sababi bu sohada ham muammo ko'p. O'zbekistonda o'zida muammo ko'p. Xohlagan mashinani to'xtatib tintish, mana tit ko'ryapti, narkotik bormi, qurol-yarog' bormi deb turib, mana postlarni ko'ryapmizki, to'sib mashinani tushinglar tintuv o'tkazamiz deydi. Lekin buni ham o'zining qonun qoidasi bor. Qachon tintuv qilish huquqi bor, kimni tintuv qilish huquqi bor, qanday sabab bilan tintuv qilish huquqi bor. Mana shularni ham bilmasligimiz oqibatida fuqarolarimiz bo'ldi, mayli titinglar deb qo'yib beryapti. To'g'ri, fuqarolar misol uchun o'ziga ishonganligi uchun yonida yoki avtomashinada qonun bilan taqiqlangan ashyolar, moddalar yo'qligiga o'zi amin bo'lgani uchun bemalol deb qo'yib beryapti. Lekin u ham noto'g'ri. Fuqaro tomonidan bunday yo'l qo'yib berish ham noto'g'ri. Men o'ziga ishongan chog'ida ham qonunsiz xatti-harakat amalga oshirishga yo'l qo'yib berishi qonunsizlikni kuchaytiradi faqat. U yaxshilikka olib kelmaydi baribir. Rossiya Federatsiyasida bo'layotgan voqealar ham shunga o'xshash. Fuqarolarimiz
qanday sharoitda o'zi ana shu ichki ishlar bo'linmalariga olib borilishi kerak, qanday holatda migratsiya xodimlari kelib bularni yurmay mamlakatga olib keta oladimi yo'qmi, bu haqda tushuncha ham yo'q bo'lsa kerak ko'pchiligida. Chunki buni qachonki huquq majburiyatlarini o'qib chiqqaningizdan keyin bilasizda nimaga huquqi bor u, organlar xodimlari nimaga huquqi yo'q. Nimaga majburimiz biz fuqaro sifatida istalgan davlat nimaga huquqlarimiz bor. Buni bilmaganimizdan keyin G'ayratxo'ja aka har qayerda bo'lsa ham baribir shunaqa kamsitishga ro'para kelaveramiz. Bu birinchi sabab. Ikkinchidan, Rossiya Federatsiyasi sobiq SSRdan qolgan ularning an'analari juda kuchli. Odatda ana shu KGB degan organ ishlab chiqqan bu psixologik bosimli bir turlardan biri odamni xursandchilik kunida unga tashvish tushirish boshiga. Bizda hatto bu amaliyot qo'llanib turiladi. Bayram kunlari, misol uchun hayit kunlari kimlardir ana shu kunda qamalish holatlarini ko'p ko'rganman. Demak, aynan bayram, xursandchilik kunga bu psixologik stress yetkazish odamga. Ana shunda kimdir shu paytda ma'lumot olish xohlaydi. Odam asabiylashganda, o'zida bo'lmaganda yoki qaysidir gapni to'g'risini aytib qo'yadi, aytish kerak bo'lmagan gapni yoki qaysidir gapni yolg'on gapiradi yoki noto'g'ri talqin qilib qo'yish mumkin, xullas ilashib qolasiz. Oddiy tildan aytganda, haligi qandaydir ilm qolasiz, gapingiz o'zi shubhali paydo bo'lib qoladi. Toki ana shubhani yechguncha, tabiiyki, uni oldida, sen organ xodimi oldida buni ochish kerak. Nima uchun bunaqa deding, nimaga yolg'on gapirding menga deb, haligi odamga aytaylik, u guvohmi yoki bir sabab bilan keltirilgan fuqarom unga ta'ziq o'tkazish osonroq bo'ladi. Ta'ziq o'tkazish endi usiz ham o'zi amaldor ta'ziq o'tkazish oson, chunki uni qo'lida vakolat bor, fuqaroning qo'lida hech qanday vakolat yo'q, hech narsa qila olmaydi. Lekin bu haligi urgan ustida tepganda endi bu chiqqan ustida tepgan dedim, shunaqa maqolamiz bormi? Yana ham odamni stressga tushirish, bu nimani olib keladi? Nima beradi bu narsa? Bu organda qo'rquvni beradi. Rossiya Federatsiyasi bu narsa kerak. Ya'ni odamlar kelsa qo'rqib tursin bizdan. Qo'rqib tursa osonroq boshqaramiz. Bu ichki siyosat. Tashqi siyosatda ham buni o'rni bor. Ya'ni ana shu O'zbekistonda qandaydir ta'sir o'tkazish, siyosiy ta'sirlar o'tkazish uchun bu kerak bo'ladi. Endi biz fuqarolarni qachondan beri, mana salakam 35 yildan beri bo'lmasa ham bir kamida 20 yildan beri qo'yinglar, bormanglar, boshqa yo'nalish tanlanglar. Bu yerda ko'ryapsizlar qanday bo'lyapti. Ya'ni qonun ijrosi yaxshi emas, mamlakatda yashash o'zi qiyin. Shuni aytsak ham endi odamlarimiz baribir til baryeri bor. Ko'p yillar birga yashaganligimiz bor. Endi rus millatini ham bilasiz, hammasi unaqa yomon emas, yaxshilari bor. Mana O'zbekistonda qancha yaxshi ruslar bor. Ana shular bilan aloqasi yaxshi bo'lganligi uchun odamlarimiz endi mayli nima bo'lsa ham borib bir ikki so'm pul topay deb ana shu zug'umlarga chidashga majbur bo'lyapti-da. Lekin bular hammasini omili huquqni bilmaslik. Endi Jahongir aka mana fakt bo'ldi. Deylik, unga nisbatan huquq buzilyapti deb hisoblayapti. O'zi qanday yo'l tutish kerak bunda? Mana hozir bu yerda fuqarolarimiz qanday huquqlar bor degan savolga javob beraylik. Shunday holatni mana sharmandalarcha olib chiqib ketdi. Mana qo'lini bir yerga qo'ydirib, baslida hali gusinni shagi deb qo'yadi-ku, shunaqa qilib olib ketishadi. Bu odamning sha'ni, qadr-qimmatini kamsitish hisoblanadi bu. Bu oyog'i bor, tikka turib yura oladi. U hali jinoyat sodir qilganligi haqida tasdiqlangani yo'q. Rosa bo'lsa ma'muriy huquqbuzarlik sodir etdi, bo'lsa agar, chunki migratsiya qonunchiligiga rioya qilmaslik bu ma'muriy huquqbuzarlikda, bu jinoyat javobgarlikka keltirib chiqaruvchi harakat emas. Deport qiladi. Ja bo'lsa deport qiladi, ja bo'lsa jarima qo'yadi. Ja bo'lsa bir necha sutka qamashi mumkindir, lekin jinoyat emas-da bu. Bu ochiq-oydin bunga xuddi terroristga qarab, buni kamsitib, o'zini yurtdoshlari, millatdoshlarini oldida ham bo'lgan buni kameralarga olib yangiliklarga qo'yish, bu hammasi aka odamlarni kamsitish, sha'nni tushirish, ya'ni o'zini ustun qilib ko'rsatish, kuch-qudratim bor, mana ko'rib qo'y deganlarga ko'rsatish. Bu usul emas bu. Bu o'ziga nisbatan bo'lgan hurmatni kamaytiradi, milliy adovatni keltirib chiqarishni boshlaydi bu. Bu ehtimol Rossiyani o'zida ham atalatda shu millatlarni bir-biriga dushman qilish uchun ichki kuchlar ham bo'lishi mumkin. Albatta bu davlatning o'zining ustunovkasi bo'lishi shart emas. Chunki hozir urush bo'layotgan mamlakatda aka bilasiz, baribir ozmi ko'pmi qonunga bo'ysunish emas, shu fursatdan foydalanib qoladigan odamlar ham yo'q emas. O'zini lekin odamlar nima qilish kerak? Odamlar bunaqa holatda endi aslida sudga murojaat qilish kerak. Buni huquqlarni himoya qilish masalan, migrant, mana bir mehnat muhojiri, bitta azizimiz o'sha yerda shunday bir holatga uchrasa, birinchi nima ish qilish kerak o'zi bu? Avvalo, har bir qonun buzilish holatini fiksatsiya qilish kerak, dalil bo'lish kerak. Bu narsani dalil turibdi, ko'ryapmiz. Ana shu dalillarni olib turib, sudga murojaat qilish kerak. Men shunaqa sha'nim toptaldi. Men biror bir ayb ish qilmaganman, lekin manaqa harakat bo'ldi. Shuning uchun moddiy ma'naviy zararlar undirish. Endi bu ideal qonun ishlaydigan mamlakat haqida aytyapman. Endi G'ayratxo'ja aka, Rossiyani sud tizimi haqida ozmi ko'pmi bizda ham xabarlar bor. U darajaligi men adolatlik, shu qonunga bo'ysunib ish ko'radi deb ayta olmayman.
chunki qancha yangiliklar o'zlarida ko'rsatyapti, ko'ryapmiz. Lekin aslida lekin ana shu holatda ham fuqarolarimiz huquqlarini sud orqali mayli ta'minlanmasin, mayli sudlar adolatsiz bo'lsin, shunday bo'lgan chog'da ham murojaat qilinaversa, oxir oqibatda o'zgarish bo'ladi. Uning uchun biz talab qilishni boshlashimiz kerak. Mana bir odam aytib bergan edi, shu bir joyga borgan edi, o'sha chet elga uchib borganda, hujjat o'zi shunday bir davlatlar borku, ya'ni sizni shu davlatga kirishingizni biz nomaqbul deb topdik dedi-da, vaqtinchalik saqlash xonasiga kiritib qo'yadi. U qamoq emas, hech narsa emas, o'sha aeroportlarning o'zida bo'lar ekan, vaqtinchalik reysi yo keyingi reysgacha, masalan, agar o'zimni biletim bilan ketaman desa shunda yoki jo'natib yuborishadigan bo'lsa ham bir kun 2 kun ishlatib turadi. Shu odam aytib beryapti, O'zbekistonlik, o'zbek. Bizni ham 2 kishini, biri tadbirkor edi deydi, lekin ular xohlamadi shu odamni kiritishni va bizni o'sha xonasiga kiritib qo'ydi, vaqtinchalik saqlash xonasiga. Kirsak, u yerda gruzinlar bor ekan, yana boshqa millatlar ham bor ekan. Biz deydi, ikkalamiz haligi 2 o'zbek jim o'tiramiz deydi. Gruzinlar to'polonni chiqarib tashadi deydi. To'polonni chiqarib tashadi. Nimaga bizani yoqqa olib kirib qo'ydilaring? Yoki ovqat berma, suv berma, ana qilaman, telefon qilishim kerak, qayerga qarab olsalar. Qo'rqmayapti deydi. Lekin biz deydi, mana shu 2 odam, u tarjimon, narigisi tadbirkor, jim o'tirdik deydi. Yana qo'shimcha muammo orttirib olmaylik deydi, jim o'tirdik. Lekin hali 2ta gruzin dedi, to'polonni chiqarib tashadi haligi joyda. Hali nima qilyapsanlar? Ya'ni biz hech qanaqa bu yerda mahkum emasmiz, ayblanuvchi emasmiz. Borsa deport qilasanlar. Men sharoitimni qilib berdigandek qilib tashladi deydi. Bu menga savol beryapti, nega biz shunday juda istiholaliymi? Natijasida nima bo'libdi keyin shularni? Yo, qaytib kelgan. Yo, gruzinlarni Yo'q, uni bilmaydi. Ularni deport qilib yuborgan, lekin gruzinlar aytadi, "Yo'q, endi ko'zini oldida hech narsa qilmayapti ularga" deydi. Shunda ham biz deydi, hech narsa talab qilmadik. Jim o'tirimiz deydi. Ya'ni bizga deport dedi, endi deport bo'lar ekanmiz, jim o'tiramiz. Hali gruzinlar deydi, shuni harakat qilgan, shuni bo'lmasligiga. Ya'ni oshib tushsa deport qilardilaring. O'zlaring katta ovozlarni, yana bu Yevropa davlatidagi gap. Bu Yevropa davlati, bu Rossiya to'g'risida emas, bu Markaziy Osiyo. Yevropaga borishganda ularni hali mehmonxonasidagi ma'lumot bilan nimadir to'g'ri kelmay qolganda, ya'ni sizlar hali mehnat migranti bo'lib qolmoqchisizlar deb ishontirishga harakat qilishgan, hisob raqamidagi pullarni ko'rsatishga. Biz tadbirkor, u yonidagi tarjimon, tadbirkor, u biznes uchrashuviga ketyapmiz ham shubhalanib qolgan uchun qabul qilmay qolgan. Endi u yerda yana gruzinlar, yana boshqa millatlar ham bor ekan, bo'ladi-ku endi har xil. Mana shu yerda deydi, biz deydi, juda jim o'tirdik deydi. Mana gruzinlarni qo'ygani yo'q deydi, boshqalar ham deydi. Nega biz shundaymiz dedi. Nima deya olmasam men. Menimcha bu baribir o'zimizdagi ichki yurtimizdagi tarbiyada endi bu. Misol uchun bizda ham G'ayrat xo'ja aka bilasiz, endi bizda ortiqcha odamlar to'planishiga ham yo'l qo'yilmaydi, xavfsizlik nuqtai nazaridan. Biror bir organga borib ham to'polon qila olmaysiz, to'polon qilgan chog'ingiz o'zingizga ziyon bo'ladi. Endi bu borgan sari miyada o'tiradi-ku bu narsa. Va bu tartib butun dunyoda shu tartib bir xil degan fikr bilan baribir borgan joyimizda agar to'polon qilsak yana ham og'ir bo'ladi degan fikr bo'lishi mumkin. Endi agar ahamiyat beradigan bo'lsak, oldingi ma'muriyat davrida umuman elchixonalarimiz, fuqarolarimiz himoya qilinganligi haqida gap ham eshitmasdik o'zi umuman. Borib bir yurist jo'natdi yoki konsul borib himoya, balki bo'lgandir, men uni bo'lmagan olmadi deya olmayman. Lekin ommaviy axborot vositalarida bu haqda ma'lumot yo'q edi. Lekin hozirgi kunda mana elchixonamiz ham fuqarolarni himoya qilishga sekin ko'proq vaqt sarflayapti. Shu foyda beradi. Albatta bu masalan oxirgi bo'lgan holatda ham darhol hozir notalar berilyapti bo'lgan voqea. Rossiya ham menimcha o'zi tushunyapti, sekin-asta O'zbekiston bilan bu mavzuda endi hazillashib bo'lmasligini tushunib boryapti. Bu yaxshi albatta. Lekin bu yerda o'sha jamiyat a'zolarining o'zining ham yurish turishi, umuman birinchidan huquqini bilishi, unga amal qilishi, borgan joyini qonun qoidalarini hisobga olishi ham. Chunki biz bir tomondan haqiqatan juda xotir, ya'ni nima deydi, spokойный deydi, bir tinch xalqmiz. Tinch xalqmiz. Ikkinchi tomondan narigi taraf urf odatini hisobga olmay qo'yadigan odatlarimiz ham bor-da. Ya'ni shu o'zimiz mahallamizda yurganda yurib qo'yadigan joyimiz ham bor o'zi. Buni ham tan olamiz. Lekin umuman olganda juda tinch, xotirjam xalqmiz. Ikkinchi yana bir narsa, mana boya siz aytgan, ya'ni shu O'zbekistondagi holat nuqtai nazardan, ya'ni bu yerda jamiyat a'zolarining o'zini mana shunday tutishga majbur bo'lib, oxirida tashqarida ham shunday bo'lib qolayotgani bu biroz o'ylantiradigan joy. Ya'ni buni davlat umumiy o'ylash kerak. Davlat va jamiyat buni bir bo'lib o'ylash kerak. Ha, bu O'zbekistonda albatta hamma qonunga itoatkor, lekin bu yerda qo'rqitib qo'ymaslik juda ham muhim. Chunki qo'rqib qolsa tashqarida ham qo'rqoq bo'lib yuradi-da. Masalan, agar oilada farzandni uraverib, qo'rqoq qilib tarbiyalasangiz, sizning aytganingizga kirishi mumkin.
hop bo'ladi deyish mumkin. Lekin tashqarida ham xuddi shunday qo'rqoq bo'ladi-da u. To'g'ri. Xuddi shunday, hali o'zini fikri yo'q, kim nima desa hop deydigan, qo'rqib turadigan, ko'ziga qarab mana shunday qo'rqoq bo'lib qoladi. Mana shu narsani juda ham e'tibor berish kerak. Ya'ni davlat organlari, huquq tartibot organlari mana shu narsa juda ham muhim. Ya'ni biz O'zbekistonning ichidagi bo'layotgan har bir voqea, hodisa tashqariga chiqqan odamda u aksini ko'rsatib qo'yadi. Ya'ni bu yerda agar u deylik yelkasini ko'tarib yurgan bo'lsa, tashqarida ham shunday yuradi. Bo'lmasa tashqariga chiqqanda ham biroz qo'rqoqroq bo'lib qolishi mumkin. Iqbol aka, qo'shimchalar bo'lsa. Xo'jaka mana haqiqatan kuni kecha o'sha ko'p ijtimoiy tarmoqlarda ko'rsatildi. Krasnodar viloyatida tashkil etilgan ommaviy tadbir jarayonida huquqni muhofaza qilish organlari tomonidan o'tkazilgan reyd. Aslida bu oldini olish mumkinmidi? Bu bo'lmasligi mumkinmidi? Albatta bo'lmasligi mumkin. Mana bugungi kunda ko'proq san'atkorlarimiz o'zini o'sha gastrollar safarlarini mustaqil hamdo'stlik davlatlar hududida, Yevropada, chet ellarda o'tkazib kelyapti. Albatta u yerdagi o'zbek diasporasining vakillari ko'pligi uchun bir qator shaharlarda reklama orqali o'zining turnirlarini tashkil qiladi. Bu yerda o'sha hamkorlar orqali shu bayram konsertlar tashkil etadi. Ana shu tashkil etilishini huquqiy jihati qancha mustahkam bo'lsa, mana bu ko'ngilsiz hodisalar yuz bermaydi. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasida ommaviy tadbirlar o'tkazish to'g'risida qarori bor. Ya'ni 50 nafardan ortiq shaxs yig'iladigan bo'lsa, bu ommaviy tadbir deb hisoblanadi. U tadbirda o'tkazadigan, O'zbekiston misolida tushuntirsam, tadbirda o'tkazilishga mas'ul shaxs tegishli huquq tartibot organlariga xat bilan chiqadi. Biz mana shu joyda tadbir o'tkazmoqchimiz, xavfsizligimiz nuqtai jihatdan ta'minlash va tadbir o'tkazishga ruxsat so'raladi. Va tegishli mutasaddi tashkilotlar u yerda o'rganib xavfsizlik bo'yicha mana shu joyga ruxsat beradi. Ya'ni 200, 300, 400 dan ortiq tomoshabinlar to'planadigan hududda albatta xavfsizlikni ta'minlash va u yerda sharoit yaratish bo'yicha o'zaro kelishuv bo'ladi. Oldindan tashkil etiladi. O'ylaymanki, mana bu to'yxonada o'tkazilayotgan tadbir o'sha berilgan notalarning bir javobida oldindan kelishuv bo'lmagan. Ya'ni o'sha yerda tadbir o'tkazish bo'yicha hech qanaqa u tadbirot organlaridan kelishuv bo'lmagan. Natijada odamlar to'planyapti degan ma'lumot va ayni paytda reyd tadbirlar o'tkazilganda o'sha ayrim o'tkazilayotgan aniqlangan reyd tadbirlarda huquqbuzarlar aniqlandi. Lekin to'g'ri, tadbirlar o'tkazishda insonlar shaxsini qadr-qimmatini kamsituvchi holatda yurgizib olib chiqib atroflariga namunaviy tarz yoritganligi bu keyingi vaqtda bu kabi tadbirlardagi odat tusiga ega bo'lib qoldi. Mana qirg'iz qardoshlarimiz nisbatan sodir etildi. Qishda xuddi shu holatda yurgizib, o'tkazilib olib ketildi. Yoki Ozarbayjon millatiga mansub fuqarolarga nisbatan sodir etildi va bu hujjatli huquq muhofaza qilish organlarining profilaktik reyd sifatida odat tusiga kirib qolyapti. Bu inson huquqlariga zid. Albatta fuqarolar bu bo'yicha advokat xizmatdan foydalanish, advokatning ishtirokisiz ko'rgazib bermaslik huquqiga ega. Lekin Rossiya Federatsiyasining qonunlari ham o'zgarib boryapti. Avval migrantlarda shu Rossiya Federatsiyasi bo'lish qoidalarini buzish deport masalasi sud ko'rib chiqardi. Sud jarayonida bunga nisbatan qo'llangan hujjat qanchalik to'g'ri ekanligini o'sha fuqaroning o'zini suhbat jarayonida baho beriladi. Asta-sekin qaror o'zgardida bevosita to'g'ridan to'g'ri deport qilish Ichki ishlar vazirligi zimmasiga o'tkazildi. Ya'ni sudga bormaydi, Ichki ishlar vazirligi o'zi holatni aniqlashtiradi, deport qilish bo'yicha hujjat chiqarib yuboradi. Politsiyani o'zi. Bu yerda sudga murojaat qilguncha odam vakolat faqatgina o'zining yurtiga borib murojaat qilish huquqi paydo bo'lib qoladi. Bu huquqi biroz kamsitilmayaptimi? Shu tarzda qabul qilindi, sababi ko'rsatildi. Migrantlar bo'yicha qoidalar buzish ko'pligi, sudga taqdim etish, kutib turish muddat ko'pligini inobatga olib, ayrim xarajatlarni hisob-kitob qildida, politsiya vakolatiga berildi. Shuning uchun ham bu yerda 3 ta omil bo'lgan. Birinchisi, ommaviy tadbir tashkil etish bo'yicha tegishli tarafdor hujjatlar tayinlanmagan va natijada huquqni muhofaza qilish organlari u yerda turgan gapki, to'plangan bir qator migrantlar to'planganligidan kelib chiqib reyd tadbir qilgan va uchinchisi insonning qadr-qimmati buzilishi yuzaga kelyapti. Bu mana yoz oylarida, kuz oylarida bunaqa tadbirlar ko'p bo'ladi. Albatta muhojirda yurgan fuqarolarimiz madaniy hordiq chiqarish haqli. O'z-o'zidan oilasi bilan boradi. Oilasi o'ngida mana shu kabi holatlarni yuz berishini oldini olish uchun avvalo o'sha tadbirni tashkil etayotgan mutasaddi hamyurtlarimiz ham o'sha yerda qonunchilikka rioya qilib qo'yish so'raladi. Mana shu holatlar kamayadi. Rahmat. Mana endi savollardan bilamizki, demak, ayrim hollarda davlat tomonidan advokat taqdim etiladi. Bu qachon o'zi taqdim etiladi bunday advokat?
va fuqaroni bu huquqimi yoki bunga majburmi davlat tomonidan advokatni olishga va umuman advokatsiz ham bo'lish mumkinmi va davlat tomonidan taqdim etilgan advokat o'zingiz yollagan advokatdekmi? Mana shu savol. Bir narsaga aniqlik kiritib ketaylik. Sizlar ham davlat tomonidan beriladigan advokat bo'lishingiz mumkin, to'g'rimi? To'g'ri savol. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 29-moddasida har bir fuqaroga malakalik yuridik yordam kafolatlangan. Ya'ni davlat tomonidan har bir fuqaroga malakali yuridik kafolatlanish konstitutsiyada belgilangan. Ayni paytda bu har bir fuqaroning o'zini huquqi bo'lib qoladi. Bundan kelib chiqib, xohlasa o'zini himoya qilish uchun advokat xizmatdan foydalanish huquqi bor. Majburiyat emas, huquqi bor va o'zini o'zi himoya qilish ham mumkin. Yuqoridagi savolga javob. Ikkinchisi, xo'p, mana shu huquq paydo bo'lganda menga advokat kim ta'minlaydi degan savol tug'iladi. Albatta, huquqni muhofaza qilish organlari bilan munosabatlarda munosabat yuzaga kelganda ularga men advokat xizmatini muhtojman yoki advokat xizmati kerak, men ta'minlaylar deydi. Va ayni paytda shu holatlar borki, mana Miranda qoidasi bor. Gumonlanuvchi ushlangan joyda sukut saqlash huquqini tushuntiriladi. Ya'ni sen mana shu jinoyatda sodir etishga gumonlanyapsan va sening hozirgi aytgan so'zlaring o'zingga qarshi sudda ishlatiladi. Sen advokat olish huquqiga egasan. Agar kerak bo'lsa davlat tomonidan ta'minlayman. Agar fuqaro advokatni o'zini mablag' hisobidan olish imkoni yo'q bo'lsa, iqtisodiy bo'lsa, qonun bor. 2024-noyabr oyida qabul qilingan davlat tomonidan o'sha advokatni jalb qilish bo'yicha talablar bor. Ya'ni davlat tomonidan to'liq qoplab beriladi xizmatlari o'sha advokatga va advokat uni tekinga himoya qilib beradi. Va keyingi savol bu mana eng nuqta qo'shniqchi savol, ana shu davlat tomonidan jalb qilingan advokat va tashqaridan o'zini puliga qabul qilingan advokat o'rtasida farq bormi? Ko'pincha amaliyotni tahlil qilsak, bugungi kundagi 50% ga yaqin ishlarimiz davlat tomonidan jalb qilingan advokatlarga boryapti. Lekin bir tarafi ana shu advokatlarga davlat tomonidan belgilangan xizmat uchun to'lov qiymati o'ta qo'shni davlatlarga qaraganda pastligi uchun bugungi kunda masala kelib qolyapti. Aksariyat yosh advokatlarimiz o'zining tajribasini aynan o'sha davlat tomonidan tashkil etilgan bepul xizmatlarda orttirishga to'g'ri kelyapti. Nima uchun deyishingiz mumkin? Advokatlik sifatiga ta'sir qiladimi? Albatta sifatiga ta'sir qiladi. Ya'ni huquqiy yordam sifatiga ta'sir qiladi. Ha, masalan, qiymat belgilangan, ya'ni bir kun o'sha tergov harakatlarida jalb qilingan xizmat haqi o'sha 412 mingda yarmi 50% bo'ladi ish kunlari. Agar dam olish kunlari qatnashsa 100 barobar, ya'ni 412 ming so'm. Endi bitta tergov harakatda qatnashgan advokat 212 mingga qatnashadi. Yo'l kirasiga 412 ming 25% ajratilgan. 25%, ya'ni 412 ming 25% 100 ming. 100 ming, 50 ming, 60 ming. U Chilonzor tumanidan Yunusobodga Chaspik paytida Yandex orqali boradigan bo'lsa, borib kelish qoplanmay qolgan holatlardan kelib chiqib, aytyapti, bundan ko'ra yosh tergovchilar jalb qilaylik-da. U ham reyestr orqali bo'ladi. O'z-o'zidan qatnashmaydi davlat. Qachonki o'zi reyestrga kiritilgan davlat advokatlar hisobidan. Qozog'iston Respublikasi bilan solishtirsak, o'ta og'ir jinoyatlar bo'yicha 1 soatda qatnashish uchun 193 ming to'lanar ekan. 1 soat og'ir jinoyat, o'ta og'ir. Keling, mana Qozog'iston tushunarli, lekin o'zimizda advokat yollangan advokat bilan davlat tomonidan taqdim etilgan advokatni daromadi deylik, mana shunday. Farqi qancha? Kunlik deylik masalan. Masalan, agar o'zi shu advokat yollaganda bir kunga unga taxminan qanchaga tushadi? Men tushunaman, endi masalan u kuniga yollamaydi uni, deylik, ish uchun yollaydi. Lekin baribir kelib chiqadi-ku narx. Avvalo u mijoz o'rtasida ishonch bildirish shaxs bilan advokat o'rtasidagi o'zaro kelishuvga asoslanadi. Ya'ni u talab etayotgan narx ikki taraf o'rtasida kelishuvga o'rtacha masalan davlat tomonidan bitta ish bo'yicha 212 ming so'm vaqt ketadigan bo'lsa, yollangan advokat tomonidan ana shu ish uchun 500 ming so'm o'rtacha. Demak, 2 barobar tushadi. O'sha umumiy ish doirasida bir kunligini oladigan bo'lsangiz 2 barobar tushadi. Va yo'l kiralarini ham ishonch bildirish to'lab beradi shartnomada. Aynan, albatta. Shundan kelib chiqib, bugungi kunda bir
qator tajribali advokatlarimiz aytdi, davlat tomonidan xizmat ko'rilayotganda hech bo'lmasa to'lovini bardosh qilish kerakki, tajribali advokatlar ketib qolmaslik kerak. Ya'ni chekkaga chiqib, masalan, yosh advokatlarimizga mana shu joyda muammo turibdi. Lekin albatta baribir advokat to'g'risidagi qonunda ham yozilgan, shartnoma tuzilgandek, ishonch bildirilgandek uni rad qilish mumkin emas. O'zini bilimi doirasida, kuchi doirasida xizmat qilish, himoya qilish kafolatlangan. Bu vijdon ishi. Vijdon ishi, kasb etikasi. Jahongir aka qo'shimcha bo'lsa. To'g'ri aytib o'tdi Iqboldin aka. Endi baribir yana bunga qo'shimcha ayta olamanki, davlat tomonidan jalb qilinadigan advokatni to'lovi baribir ishlar tugagandan keyin oladi endi u. Oxiri tergov ko'rsatib, shuncha kun qatnashdi, tergov yakunlandi deb turib, undan keyin Moliya vazirligi g'aznachiligiga taqdim qilgandan so'ng lekin pul chiqadi. Pul ajratiladi. Endi ancha vaqt o'tadi undan. Lekin shartnoma asosida xizmat ko'rsatayotgan advokat bo'ladigan bo'lsa, oldindan to'lov pulga gaplashish mumkin yoki bo'lmasa qandaydir oldindan ozgina to'lov qilib ishlashi mumkin. Tabiiyki advokatlar o'zi daromadi unaqacha katta emas. O'zbekistonda o'zining sharoitidan kelib chiqib narx-navo belgilanadi ekanda. Rivojlangan mamlakatlarda o'ziga yarasha narx-navo belgilanadi. O'zbekiston sharoitida o'ziga yarasha narx-navo belgilanadi. O'zi shuni oladigan xizmatlar ham katta bo'lmaganligi uchun uni bari bir necha oylab kutish ham o'ziga yarasha mashaqqatda endi, toki qachon u ish tugaydi-yu, qachon u hisob-kitob qilib oladi-ku u bilan. Shuning uchun advokatlar ham davlat tomonidan jalb qilingan advokat bo'lishga qiziqish unaqa katta emas. Shuning uchun Iqboldin aka aytibdilar, ko'proq yoshlarga to'g'ri kelib qolyapti. Sababi yoshlar bari malakani oshirish kerak, ishda ham qatnashish kerak. Hozir u yoshlarga institut bitirib kelgan bolalarga aytaylik, malakasini hisobga olib, o'sha mijozlar ko'p murojaat qilmasligi mumkin, lekin tajriba orttirish kerak baribir, ilm kerak, o'rganish kerak. Shunday holatda shu yerda tajriba orttirishga ham to'g'ri kelib qolyapti. Yoki aksincha umumanligi xotirjam, yoshi katta bo'lib qolgan, ortiqcha yugurgur qilishga toqati yo'q odamlar bor. Ular ham shunaqa ishlarga qatnashish ehtimoli ko'p. Davlat tomonidan jalb qilish. Shuning uchun baribir farq bo'ladi. O'zingizni shartnoma qilib, talablarni qo'yib, muammoni aytib, anaqa muammoga duch keldim, yechimlarini topaylik deb advokat qonun titib, hujjatlar titib, umuman sud amaliyotini to'plab, bunga iltimosnomalar tayyorlashiga harakatda endi harakatga odam qandaydir moddiy manfaat olmasa, harakat shunga yarasha bo'ladi, sust bo'ladi. Davlat tomonidan jalb qilinayotgan advokatlarni ana shu moddiy tomondan unaqa katta mablag' olmayotganligi va oxirida bir necha oylar kutib olishga majbur bo'layotganligi tabiiyki bu narsa unda shijoatni susashga sabab bo'ladi. Shundan bilib olsak bo'ladiki, baribir nafaqat biz butun dunyoda shu muammo G'ayrat xo'ja aka. Mana Amerikadagi, Yevropadagi maqolalarni shu haqda o'qisangiz ham u yerdan xuddi shu masala ko'tariladi. Keyingi savol shu bo'yicha edi. Chet elda qanday, ya'ni mana g'arb davlatlarida yoki sharq davlatlarida bu qanday degan savol edi o'zi keyin. Umuman biz ham endi shaxsan o'z mamlakatlarda advokatlik qilmaganmiz, lekin mavjud ijtimoiy tarmoqlarda ana shu odamlarning o'zaro suhbatlari, kerak bo'lsa hujjatli badiiy filmlarda ko'ramizki, bir davlat tomonidan yollangan advokat u yerda ham unaqa samaradorligi, sifati unaqa a'lo darajada emasligi haqida ta'kidlanib kelinadi. Menimcha bu butun dunyoda shunaqa bo'lib qolgan hozirgi kunda, baribir iqtisod birinchi o'ringa chiqib qolyapti-endi, siyosatdan ko'ra iqtisod birinchi o'rinda turganligi uchun advokatlarga ta'sir qiladi. Buni ochiq oydin aytish kerak. U ham baribir bir odam kelib xizmatingizga yaxshi pul berib, keling qattiq kirishaylik shunga deb yoningizga o'tirib harakat qilgan baribir boshqa samara beradi. Lekin davlat tomonidan jalb qo'yilib, u odamda ham ishi yo'q, aytaylik gumonlanuvchimi, sudlanuvchimi nima bo'lyapti deb, bu yerda advokatda ham unaqa ishlari ko'p, 20-30 ta ish olgan, uni o'tirib tahlil qilishga ham vaqti bo'lmaydi uni. Bir qarasangiz turmaga borib, u yerda 5 soat kutayotgan bo'ladi. Biz tosh turma nimada muammo katta. Taqdirlar-ku. Endi G'ayrat xo'ja aka, men odamlarga bu gaplarni ko'p eshitganman. Taqdir odam inson shunchalik befarqmi odamzod degan gaplar bo'ladi. Ko'p misol keltiraman. Kasalxonaga borsangiz, yaqin odamingiz kasalxonaga bir og'ir ahvolda olib borsangiz, doktorlar xotirjam qaragandek bo'ladi, to'g'rimi? Shoshilmaysizlarmi? Odam manaqa deymizki, lekin ular kunda shu kasal bilan ro'para bo'la olgani uchun ularga oddiy hol bo'lib qolgan. Ishi bo'lib qolgan. Mana aytaylik tergov organlari yoki umuman huquqni muhofaza qiluvchi organ xodimlari odam qamayotganda yuragilar achishmaydimi deb savol beradi-da. Boshda achishadi, lekin ishi bo'lgani uchun bora-bora oddiy mexanizmga aylanib qoladi bu uchun. Advokatlar uchun bu oddiy mexanizm kasbga aylanib qoladi G'ayrat xo'jaga. Bu
to'g'ri, haligi yoqimsizga o'xshar bu meni gaplarim, lekin haqiqat shuda endi bu. Bugungi kundagi haqiqat shu bo'lib ketib qolyapti endi. Har bir kasb kundalik ishini yillar davomida qilavergandan keyin sizni qalbingizga kelib voy degizib yuborgan narsa unikini voy degizib yuborish oson bo'lmaydi. Rahmat. Mana endi keyingi savolimiz bugungi ko'rsatuvdagi asosiy masala tintuv o'zi nima? Nimaga o'zi tintuv deyiladi? Shuni berasizmi? Polnaga mikrofonni yoqorasiz. Tintuv O'zbekiston Respublikasi Jinoyat protsessual kodeksida mustaqil tergov harakati sifatida belgilab qo'yilgan. Bu mana jinoyat uchun ahamiyatga ega bo'lgan hujjatlar, dalillar yoki yashirinayotgan shaxs ham bo'lishi mumkin. Ana shuni qidirib topish maqsadida surishtiruvchi, tergovchi va prokuror yetarli asoslar bor degan ma'lumotga ega bo'lgan taqdirda ma'lum bir hududda, binoda, xonadonlarda tintuv harakati o'tkaziladi. Ya'ni o'sha qidirilayotgan narsani topish uchun faol tergov harakati. Buning uchun albatta Jinoyat protsessual kodeksi uni tushunchasi, amalga oshirish prinsipi, taktikalar belgilab qo'yilgan va albatta tintuv tergov harakati sudning sanksiyasi asosida, sudning qarori asosida o'tkaziladi. Kechiktirib bo'lmas holatlardan tashqari. Ya'ni kechiktirib bo'lmas, to'xtalamiz. Ular tintuvning asosiy mazmuni bu o'sha jinoyat uchun ahamiyatga ega bo'lgan dalillarni aynan qayerda va kimda ekanligi ma'lum bo'lgan holatda uni qidirib topish va olish maqsadida o'tkaziladigan tergov harakati. Mumkin tushuncha. Mana endi u qachon o'tkaziladi o'zi? Siz aytyapsiz mustaqil tergov va sudning qarori bilan. Sud shunchalik tez qaror chiqaradimi? Mana hozir tintuv haqida tushuncha berib o'tib ketdi Iqbolddin aka. Kechiktirib bo'lmas holat haqida bir aytib o'tib ketdi. Tezlik haqida gapirganda bu shartlar bor. Umuman lekin tintuv bu unaqa zudlik bilan tez o'tkazib yuboriladigan juda kamdan kam bo'ladi. Bu tergovchi tintuv o'tkazishdan oldin aytib o'tdi-ku, jinoyat predmeti bo'lishi mumkin, yashirilayotgan ashyo bo'lishi mumkin, jinoyat qurollari bo'lishi mumkin, odam o'zi ham bo'lishi mumkin, katta buyumlari bo'lishi mumkin. U haqda tergovchida ma'lumot paydo bo'lib qoldi. Tergov qilayotgan paytda shu mulk Jahongirnikida shu qo'yib ketganmiz u narsani yoki shu yerga yashirganmiz degan ma'lumot oldi tergovchi. Ana shu paytda demak tergovchi zudlik bilan shu narsani olib qo'ymasam yo'qolib ketish mumkin deydigan bo'lsa, demak qaror qabul qiladi o'zi mustaqil. Shunaqa mana shu ma'lumot menda paydo bo'ldi. Shu ma'lumotni haqiqatda haqqoniyligini tekshirib ko'rish uchun borib tintuv qilmay ilojim yo'q. Tintuv qilaman baribir. Shuning uchun Jinoyat protsessual kodeksda asos sabablar ko'rsatib berilgan. Lekin hozir buni qaror yoz, prokurorga iltimosnoma kirit, prokuror buni tanib chiqadi. Prokuror tanib chiqqandan keyin sudga kiritadi iltimosnoma, sud uni muayyan vaqtda ko'rib chiqadi. Bir kun, 2 kun vaqt yo'qotishini ko'zda tutyapti, qarasa. Lekin bunga vaqt yo'q. Ana shu paytda qaror chiqaradi, sudga, prokurorga xabar beradi. Men shunaqa joyda kechiktirib bo'lmaydigan holatga tushib qoldim men. Zudlik ham borib tintuv qilishim kerak deb borib tintuv qilib keladi. Lekin bunaqa zarurat, haligi shoshilinch zarurat bo'lmaydigan bo'lsa, unda ana shu Jinoyat protsessual kodeksining 158-prim moddalar kiritilgan. Hozirgi kunda bu huquq sudga berildi. Sud ajrim chiqarsagina keyin tintuv qila oladi. Oldin prokurorning sanksiyasi bilan tintuv qilinardi. Hozir endi sudga o'tkazib berildi bu. Shunga asosan sudga iltimosnoma kiritadi. Uni prokuror tasdiqlaydi. Roziman, haqiqatda zarurati bor ekan, sendagi ma'lumot ishonchli bo'lligini tekshirib ko'rish zarurati bor desa, nega sudga iltimosnoma kiritadi. Sudga iltimosnoma kiritayotgan paytda ham demak unda yozyapti Jinoyat protsessual kodeksda asoslovchi dalillarini yoniga qo'shsin. Biz haqiqatda tintuv o'tkazish zarurati borligini ko'raylik degan mazmunda bugun talablar bor. Nima uchun bu darajaliga sudga boradigan darajada qilib yordiki, sababi yangi konstitutsiyamizda uy-joy daxlsizligi, shaxslarning o'zining daxlsizliklarini yana ham obro'sini ko'tarib qo'yildi. Ya'ni bunda shubhasiz qattiq tekshirish bilan qilinglar, oddiy kirib ketmanglar uylarga odamlar dedi. Ana shu paytda tintuv o'tkaziladi o'zi. Bu qonunchiliklarda bor. Tintuv faqat jinoyat predmetini qidirish uchun o'tkaziladi. Ya'ni ma'muriy huquqbuzarlik bor. Mana bilamiz, bu predmeti ma'muriy huquqbuzarlikka oid ishlar predmeti bo'ladi. Unda tintuv mumkin emas. Yo'q, unda tintuv yo'q. Tintuv faqat jinoyat predmetlarini qidirish uchun tintuv o'tkaziladi. Bu ham muhim jihat. Unda tintuvdan oldin albatta tergov bo'lish kerakmi? Albatta jinoyat ishi bo'lsagina tintuv qilinadi. Agar jinoyat ishi yo'q,
Shundaygina oddiy huquqbuzarlik. O'zi bugun mavzu tanlashdan maqsad ham shu edi, odamlarimizga huquqlarni tushuntirmasak, bugungi kunda mana yo'llarda ko'p duch kelyapmiz. Hatto o'zim ham bevosita bu amaliyotga duch kelib qoldim yo'lda kelib, postlarda ichki ishlar xodimlari bir narkotik moddalari bormi, yo'qmi, taqiqlangan jinoyat predmetlari bormi, yo'qmi, tintuv qilamiz degan joylarni ko'rdim-da. Keyin men advokatligimni bilgandan keyin bo'ldi, ketaverlar deb qoldi. Advokat bo'lmasam tintadi, chunki huquqini birov bilmaydi. U yerda bo'ldi deydi, chunki odamlar o'ziga ishonadi. Bunda unaqa modda yo'q, yonida unaqa narsalar yo'q, bo'ldi toring deydi. Lekin aslida bu qonun buzilishi. Bunday holda tintuv o'tkazish mumkin emas. Savol paydo bo'ladi. Keling, men hozir huquq tartibot organlari tarafdan savol beraman. Unda deylik viloyatlar o'rtasida yoki qayerdandir kelayotgan narkotiklarni qanday ushlab qolish mumkin? Avtomobilni agar hech kim uni tekshirish huquqi bo'lmasa. Endi men mana shunday savol beryapmanki, ya'ni mana hozir ko'ryapmizki, ya'ni postlarda u yerda narkotik moddalar qo'lga olingani to'g'risida xabar chiqadi. Agar shuni mana shunday tekshirmasa qanday bo'ladi? Mana G'ayrat xo'jaga siz ham bir yurist emaslik uchun savol kelib tushyapti sizda hozir. Qanday qilib topadi unda degansiz. Bu o'zi yurist yoki ana shu sohada ishlab turgan odamlardan shu savol borda, hattoki unda qanday qilib topamiz dedi. Uni qilib topasa qanday topamiz dedi. Unda hamma qonun xohlaganda buza olaylik unda. Jinoyat topish uchun hamma qonun buzish holatlaridan foydalanaveraylik unda. Jinoyat protsessual kodeks nima uchun yozildi unda? Ana shu qanday qilib tintuv o'tkazish kerak, qanday sharoitda o'tkazish kerak shuni yozib berdik, ko'rsatib qonunchilik. Aytib o'tdik boya, oldin tergovchida yoki ana shu vakolatli shaxsda shu haqda ma'lumot bo'lish kerak. U kimdandir ma'lumot olish kerak. Falonchi mashinada narkotik ketyapti degan uni tagida asosi bo'lish kerak. Ana undan keyin to'xtatib fuqaroni unda ham tergov organi bilan birga ishtirokida, uni qaroriga asosan, qarori sanksiyalangan sud tomonidan yoki shoshilinch bo'lgan bo'lsa xabar berilgan holda qilinishi kerak. Bo'lmasa ushlashning imkoni yo'q. Bu qonun shunday qilindi. Istalgan odamni xohlagan joyda to'xtab, qanday ko'raychi, bilasa chiqib qolsa yaxshi ochko bo'ladi, haligi amalim ko'tariladi, pagod olib chiqmas, o'zi so'rab qo'yaman degan fikr ustun bo'lganligi uchun qonunlar buzilyapti, G'ayrat xo'ja aka. U unda topa olmaydi. Boshqa javob yo'q. Agar qonunga rioya qilsa, unda topa olmaydi. Sabab qonun bunga yo'l qo'ymaydi. Demak, oldindan unda bu haqda ma'lumot bo'lmagan xodimda ma'lumot yo'q bo'ladi, ketaveradi, o'tib ketadi. Qanchadan qancha jinoyat qurollari bugungi kunda predmetlar dunyo bo'yicha aylanyapti-ku. Ana shu qonun chiqaruvchilar istagan mashinani xohlagan payt to'xtab, bormi yo'qmi tekshirib qo'y degan talab bo'lmaganligi uchun o'tib ketyapti. Umuman mashinalarni ko'zdan kechira olmaydi ham, hatto desa kechira oladi. Kechirish haqqi bor. U boshqacharoq tartib bo'ladi. Ko'zdan kechirish bilan tintuv bitta narsami? Yo'q, ikki xil narsa bu, juda ham ikki xil narsa bu. Ko'zdan kechirish titmasdan, mana vizual deymiz-ku, tashqi ko'rinishini ko'rib, shu ko'zdan mana telefon o'tgan safar bu mavzuda ko'tardik-ku, ko'zdan kechirish farqini ko'rsatib berdik-ku. Telefon qurib o'zini ko'zdan kechirib qo'yish mumkin, iPhone degan telefon, aytaylik, mana qanaqa narsalar bor ekan, mana g'ilofdagi rangi bunaqa ekan, knopkalari bor ekan, yo'q ekan, to'liq ta'rifni ko'zdan kechirish bo'ldi. Endi buni ichiga kirib chiqish tintuv bu. Qanday bor? Xuddi shuni singari odam shaxsi ham shu kiyim kechaklari unday ko'rib, aytaylik, aytish mumkin, cho'ntagingiz narsalarni chiqaring, bo'lmasa o'zingiz xohlab men titmaydi desa, bu ko'zdan kechirish, mana hech narsa yo'q, ko'ring desa. Bu nima deysiz? Buni tartibi qanday? Buni tartibi qarang, bu ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeks bilan ham tartibga solingan, ya'ni ma'muriy huquqbuzarlik predmetlarini topish uchun ham bor va jinoyat predmetlarini qidirib topish uchun ham qonunchilik asos keltirib qo'ygan. Qanday sharoitda inson tintuv qilinadi, qanday sharoitda shaxsiy tintuv degan tushunchamiz bor-ku, qanday vaziyatda uning ashyolari tintuv qilinadi, mashinasi tintuv qilinadi, ana shunda hammasi qonunda keltirib o'tilgan. Bugungi mavzuyimizni yoritishdan maqsad ham ana shu ma'muriy huquqbuzarlikdagi ko'zdan kechirish tushunchasi bilan tintuv tushunchasini ajratib berish, tinglovchilarimizga hamda tintuv qanday sharoitda amalga oshirishni yoritib berish, ya'ni bundan keyin ana shu yo'lda qatnayotgan odamlar, avtomashina egalari, fuqarolar, ularning oldiga huquqni muhofaza qiluvchi organ idoralari, bojxona xodimlari bo'lishi mumkin, chegara qo'shinlari xodimlari bo'lishi mumkin, soliq xodimlari, iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurash departamenti xodimlari, tabiat muhofaza qilish xodimlari, bularga qator vakolatlar berilgan. Bir nechta 10 dan ortiq organlarga ko'zdan kechirish, ayrim organlarga tintuv o'tkazish huquqlari berilgan. Va bular hammasini qonunchilik ajratib qo'ygan. Sen qanaqa holatda ko'zdan kechirasan, sen qanday holatda tintuv qilasan, tintuv qilish uchun qanday asoslaring bo'lishi kerak, qanday hujjatlaring bo'lishi kerak deb insonni qadri ulug' G'ayrat xo'jaga, konstitutsiya bo'yicha ham, qonunlar bo'yicha ham buni amal qilmayotgan odamlar xuddi qadrimiz yo'q o'xshab ko'rsatib qo'yapti-da. Xohlagan paytda to'xtatadi, xohlagan paytda chiq qamen deydi. Bir chekkadan biz ham to'g'ri deb o'ylab qarab turamiz, cho'ntaglarimiz tichiga yo'l qo'yib beramiz, mashinamiz bir chekkadan kalib olishga yo'l qo'yib beramiz. Bu aslida sizni sha'ni qadr qimmatsiga putur bu. Bu konstitutsiya huquqlaringiz umuman toptalib,
uni hech kim ishi yo'q, bir nechta organ xodimlar qarab turadi, bittasi keladi, noqonuniy qilyapsan sen demaydi. Nima emishki, mana zato topdik-ku, natija bor-ku deydi. Agar natijani bunaqa usullardan foydalana olsak, G'ayratxo'ja aytgan hamma jinoyatni xohlagan usulda ochib olamizda. Ochib olgandan keyin unda jinoyat protsessual kodeksining keragi bo'lmay qoladi. Nega unda qoidalar kerak degan? Unda qoida nima kerak? Yoki bu boygali Jaloliddin Ahmadaliyev konsertidagi tintuvdan nima farqi bor degan? Nima farqi bor? Unda biz aytaylik ana shu ilmiy, sivilizatsiyaviy, huquq ustuvor, qonun, davlat emasligimizni o'zimiz harakat bilan ko'rsatamiz. Demak, konstitutsiyada qo'yilayotgan talablar hujjat bo'lib qoladi, qog'oz uchun bo'lib qoladi. Tashqi dunyoga o'zimiz go'yoki biz huquq ustuvor, qonun ustuvor mamlakatda ko'rsatib qolamiz-u, lekin ichimizga kelib bunday qarasa bo'layotgan ishlarni ko'rsa, ya bu qog'ozda ekan xolos degan fikr o'rnashib qoladi. Kelayotgan mehmonlar, investorlar, mana kuni kecha Amerikadan $100 milliard yuqorida shartnoma qo'narli ishlar bo'ldi endi Amerika bilan. Lekin bu amerikaliklar ham kelib qonunimizni ko'radi-ya, sudlarimizni ko'radi bular, qonun ustuvorligini ko'rishadi. Ularga bu juda muhim. Ha, u tomonga endi urg'u berishga vaqti keldi. Juda ham. Endi buning uchun hamma buni birdek tushunish kerak, ya'ni fuqarolar ham va huquq tartibot organlari ham buni birdek his qilish kerak, buni birdek qabul qilish kerak. Chunki buning uchun vatanparvar bo'lish kerak. Albatta, bu yerda yurtni obro'yi turibdi o'rtada, ya'ni o'zingni istalgan harakating bilan buni chil-parchan qilib qo'yishing mumkin. Mana endi o'sha mavzu bo'yicha tintuv, mana uni nima deydi? Ich-ichi bilan birga ko'rib chiqsangiz. Volnaga. G'ayratxo'ja aka qadimda bir maqol borda, g'oliblar muhokama qilinmaydi. Ya'ni o'sha transport vositasida o'tkazildi ko'zdan kechirish va tegishli hujjatlarsiz aniqlandi va topilib taqiqlangan bo'ldi, demak bo'ldi. Natija bor, bu tomon muhokama qilinmaydi. Qanday bo'lgani yo'q. Muhokama qilinmaydi. Shu maqol bugungi kunda hamisha dolzarb. Mana ko'zdan kechirish va tintuv deyapmiz. Ko'zdan kechirish va tintuv harakatining bir nozik jihati borki, ko'zdan kechirish bir zumda tintuvga aylanib ketadi. Ya'ni passiv va faol harakatda. Ko'zdan kechirish va vizual ko'zdan kechirish bo'lib turib, hech qanaqa bir faol harakat qilinmaydi. Ya'ni ko'zi bilan kechirib qo'yadi. Transport vositasini. Masalan, mashinaning ichiga qaraydi, yukxonani ochadi. Kapotni oching deydi, ko'ziga yurtirib qo'yadi. Ochgandan keyin ko'ziga yurtirish jarayonida mana bular narsalar tushiring, bu tintuvga aylanib ketyapti. Transport vositasi orqani ochdi, huquqni muhofaza qilish o'rin ko'ziga yurtirdi, bu ko'ziga yurtirdi, ko'zdan kechirish. Endi ana shu turgan yuklarni tushirib ichini oching, u tintuvga aylanyapti. Ana shu jarayonda o'zi ana shu jarayonni boshlanganligi shaxsga nisbatan tintuv o'tkazish to'g'risidagi qarorni tanishgandan so'ng jarayon boshlanishiga olib keladi. Va u aynan shu shaxsga nisbatan alohida qaror bo'lish kerak. Ya'ni umumiy emas, ya'ni bizda shunday bir topshiriq bor, hammasini tekshirish kerak degan topshiriq o'tmaydi. Qarorda ko'rsatiladi. Ya'ni tintuv o'tkazish to'g'risidagi qarorda talabi borki, o'sha 158-moddasida aniq yetarli asoslar, mana bugun jamiyatda ham shu masala muammo bo'lyapti. Yetarli asoslar deb baholash uchun qanday asoslar kerak bo'ladi? Oliy sudning 2025-yil 6 oy davomida sudlar tomonidan berilgan sanksiyalar tahlili chiqarildi. Qancha kimga nisbatan nechta sanksiya berildi, qanchasi ozodlikdan mahrum etildi, lekin qancha shaxsga nisbatan tintuv o'tkazish to'g'risida iltimosnomani qanoatlantirildi, rad qilindi, kechiktirib bo'lmas holatlarda qancha sanksiya berildi yoki qanchasi o'z vaqtida xabardor etilmaganlik natijasida nomaqbul deb topildi. Bu bo'yicha hali hisobot berilmadi. O'z aslida tintuv harakati eng kuchli emotsional shaxsga ta'sir o'tkazuvchi harakat. Nimaga uchun? Mana tintuv o'tkazish tartibi Jinoyat protsessual kodeksi yozib qo'yilgan. Asoslari bor, lekin uning ruhiy emotsional holatga ta'sir qilishini jarayoni bitta nozik joyini aytaymi? Ko'pchilik tergov harakatlari tong sahar 6:00 da o'tkaziladi. Nega? Mana savol. Odam nima uchun deb o'ylaysiz mana? Nima uchun tong sahar 6:00 da tintuv tergov harakati aksariyat shu vaqtga to'g'ri keladi? Eshik taqillaydi, ochasiz, tezkor xodim, tergovchi, ikkita xolis va formada qurollangan ikkita xodim turadi. Siz endi uyqusirab turgansiz, endi uyg'ongansiz va shok holatdasiz. Nima uchun? Chunki ana shu tong sahar inson hali to'liq uyg'onishga ulgurmaydi. Dalillarni yo'qotib ham ulgurmaydi. Advokat chaqirguncha vaqt o'tadi va uning g'aflatda qolgan holatda yashirib qo'yilishini oldini olish maqsadida ko'pincha soat 6 da belgilangan bo'ladi.
eng ko'p tintuv harakatlari mana shu jarayonda to'qnash keladi, mana shu jarayonda o'tkaziladi. Shuning uchun ham tintuv bu ko'pincha emotsional ta'siri mahallada kimnidir xonadoniga ertalabdan maxsus kuchlar bosib tintuv o'tkazildi degani dabdurustdan o'sha shaxsni qanaqadir bir jinoyatni tamg'asiga olib qo'yadi. Ayrim jarayonlarda aytilgandek shaxsiy tintuv olib qo'yish, ko'zdan kechirish va aynan shu jarayonlarni ham ruhiy jihati tergov harakatlarining qandaydir taraflarda to'g'ri olib ketishligi yoki ularning maqsadiga yarasha o'tkazilishiga ham ruhiy ta'sir orqali erishiladi. Mayli hech narsa chiqmasin u yerdan. Mayli hech narsa topilmasin, lekin o'sha yerda yuzaga kelgan sarosimalik, o'zbekchilikda mentalitet, ko'cha-ko'y nima deydi, mahalla nima deydi degan orqali ham qaysi bir taraf o'z maqsadiga erishadi. Shuning uchun ham bu tintuv narigi tarafdan ham asoslanib, chuqur tekshiruvga o'tkazilib, hujjatni o'rganib, joyda o'rganib, shaxsni o'rganib o'tkaziladi o'zi. Huquqni muhofaza qilish idoralari tomonidan. Va ertalab o'tkazilishi ham uni ruhiyatga ta'sir qilib o'tkazilgan jarayon. Buni shunchaki tergov harakati deb tushunmaslik kerak. O'zi aslida shaxsning erkinligini cheklash bilan bog'liq sanksiya berishdan ikkinchi o'rinda turadigan ta'sirchan harakat bu tintuv tergov harakati bo'ladi. Shuning uchun ham qani bu tintuvda siz boya aytdingiz, advokat chaqirish iloji, u tintuvda advokat bo'lishi shart emas, bo'lishi shart. Ya'ni tintuv o'tkazilayotgan shaxs o'zi tintuv jarayonida o'zini harakatini bosqichma-bosqich tushuntirsam, eshik taqilayotgandan so'ng shaxsga o'sha tintuv o'tkazish to'g'risidagi qaror tanishtiriladi. Jarayon. Ya'ni o'sha shaxs o'zi yoki voyaga yetmagan a'zo bo'ladigan bo'lsa, mahallada faollardan ishtirokida tanishtiriladi. Albatta ikkita xolis bo'lishi kerak. Va u qaror tanish chiqib qo'l qo'yish kerak, tanishganligi to'g'risida. Agar qaror tanishtirilmasa, bu nomaqbul bo'ladi, mumkin emas. Va kirgandan so'ng u yerda o'sha xolislar ishtirokida o'tkazilish kerak. Ya'ni ikkita jalb qilingan xolisni ko'z o'ngida o'tkazilish kerak. Bu degani jinoyat qidiruv xodim narigi xonani ko'zdan kechirish, tergovchi bu xonani ko'zdan kechirish, xolislar ko'chada turish degani emas. Va xodimlarga mutanosib ravishda xolislar bo'lishi kerak. Misol uchun bir vaqtda o'zini 4 ta odam ham tintuv qilishi mumkin-da, demak 8 ta xolis bo'lishi kerak. Har biriga ikkitadan. Har biriga ikkitadan. Chunki yonida endi maqsad nima? Xolisdan maqsad ana shu soxta dalil tashab qo'yilmasligi uchun kerak. Ya'ni ikkita xolis yo tashaganni yo men ko'rib turdim deb, hattoki ayrim tergov organlari va shaxsan men o'zim ishlagan joylarda ham rahbariyat bizdan talab qilardi, tintuv qilayotgan paytda hattoki yenglarini ham shimarib ol derdi. Nega? Sababi haligi orqa chetdagi provokatsiya bo'lmasin, bilan tashab qo'ydigan gap so'z bo'lmasin deb turib qo'llarini shimara berdi bizga. Ha, ya'ni nimadir tushirmadi. Shu bunaqa tushirib olib qo'yadigan endi odamlar nima bo'lgandi bunaqa? Bo'lganligi uchun bu narsa aytiladi. Endi ortiqcha shubha uyg'otmasin, ertaga tergov organiga asossiz bizga tuhmat qilib yoki bizga shu mana soxta degan gap bo'lmasin degan ehtiyotni oldini olib, rahbarlarimiz endi malakali, tajribali odamlar bo'lardi. Ana shu holatda yenglarni shimaringlar derdi. Endi faqat uyda tintuv paytida emas, har xil korrupsion tadbirlarda ham qatnashardik, pora olish holatni oldini olish uchun ham borardik shu paytda. Bari ko'zdan endi aytaylik uyda tintuvda jinoyat uchun bilasiz ozgina 1 grammlik narsalar bor, shuni ham jinoyat tarkibini berib yuboradi. Shuning uchun bu narsaga tuhmat bo'lgan xulosa bo'lib qolmasin uy egalarida. Buni haqiqatda toza ishlayotganimizni, bir qanday g'arazimiz yo'qligi uchun isbot dalil sifatida o'zini oqlash uchun qilinadigan harakatlar. Chunki bilaman ko'p tergovchilar ham tuhmatga qolib ketganlar ham bor. Bunaqa yo'q, tashab qo'ygansan deb bunga ham hozir to'xtayman. Shu tintuvda hozir bugungi kunda mana bu aytib o'tdik, aytaylik bo'pti, noqonuniy aytaylik tintuvlar o'tkazib, mashinalar ko'zdan kechirilgani bilan natija bo'lyapti-ku, unda mana qanaqa topadi u jinoyatchilarni degan xulosa beradiganlar ham bor-da, natija bor-ku, haligi cel оправдывает средства deb qo'yadi rus tilida, haligi maqola bor. Xuddi shuni singari baribir shunga qaramasdan, lekin mana narkotik topildi, qancha jinoyat ochilib ketdi buni orqasidan deymiz. Yaxshi, bunaqa bo'lsa, xo'p endi yaxshilikka erishibsan, lekin ayrim paytda tashlab qo'ysa-chi. Noqonuniy tintuv o'tkazdi, mana topildi, tashlab qo'ydi. Bu birinchisi. Endi yomonlik qilmoqchi bo'lgan organ xodim haqida gapiryapman. Ikkinchisi, ana shu tintuv paytida narkotikmi yo bir o'q patronmi aytaylik, jinoyat tarkibini beruvchi modda chiqib qoldi. Buni aytaylik jinoyat protsessual kodeks talablari asosida emas, to'xtatib kelib ko'rib qo'yichi, chiqib qolsa chiqdi, chiqmasa yo'q qo'yib yuboraman degan maqsadda tudi chiqib qoldi. Haligi odam keyin ertaga sudda advokatni oladi, imtihonchilik boshlaydi keyin. Deydi, menga tashab qo'yishgan buni deydi.
Menda bu narsa yo'q edi deydi. Ha, buni qanaqa isbotlaysan desa, mana protsessual noto'g'ri bo'lgan, agar to'g'ri bo'lganda bunaqa chiqmasdi. Ateylardan tashlab qo'yishib, keyin mana rasmiylashtirgani uchun meniki emas desa, bu уже 50 kelli bo'lib qoladi. Haqiqatga yaqin bo'lib qoladi. Haqiqatan agar rostdan ham bunda jinoyat predmeti borligi aniqlangan bo'lsa, Jinoyat protsessual kodeksiga asosan tergovchining qarori kerak. Qarorida asoslantirilgan ma'lumotlar kerak. Unda shu narsa bo'lishi kerakligi haqida uni prokuror rozi bo'lgan bo'lish kerak. Undan keyin sudga borib sanksiya olish kerak. Undan keyin tintuv qilsa, chiqib qolsa to'g'ri. Ha, demak ma'lumot bo'lgan ekan, ma'lumot tasdig'ini topdi, bu odam shu narsa chiqdi. Endi shu narsalarni qilmadi hech qaysi birida tavakkaliga to'sib, tutdi chiqib qoldi. Aytadi, buni tashlab qo'ygan menga deydi. Isbotlayman desa, ichki ishlar xodimi yoki boshqa organ xodimi yo'q, tashlab qo'ymagan, haqiqatda chiqdi deydigan desa, protsessual qoidaga amal qilmagan. Bo'ldi, u endi isbotlab berish uning imkoni yo'q bo'lib qoladi. Agar amal qilganda edi, hammasini qoida qilganda edi, u kerak bo'lsa maqtov olardi, tashakkurnoma olardi qilgan ishi uchun. Hozir endi shu normaga amal qilmaganda, ana bu odam ham o'zi muttaham ekan, ko'zi ochiq, ko'p narsani ko'rib bo'lgan ekan, muttahamchilik qilib yutib ketdi. Oxir oqibatda haligi jinoyatchini jazo muqarrarligini ta'minlash imkoni bo'lmadi. Bizda protsessual davlat sifat aslida Roman German huquq tizimi protsessual qoidaga qattiq asoslangan bo'ladi-da. Anglo-saksondan ko'ra. O'sha mana Germaniyalarda ana shu Roman German tizimini haligi vatanlarida so'rasangiz, protsessual qoida buzildimi bo'ldi, jinoyat yo'q degan. Mana shunaqa holat agar tutib, narkotik topadimi, boshqa topadimi olib borsa sudga, protsessual qoidaga amal qilinmagan, jinoyat yo'q deb topib beradi. Zudlik bilan odam qutulib ketadi. Shu yerda umuman jinoyat protsessual kodeksini deyarli buzishmaydi qoidasini. Bizda hali sudlar protsessual qonunchilikka rioya qilinishini qattiq nazorat qilishmayapti-da, G'aratxo'ja aka. Shundan ham ko'p qiyinchilik ko'ramiz biz. O'zi bu qonunbuzarlik emasmi? Ya'ni buni hisobga olmaslikni o'zi qonun. Buni o'zi qonunbuzarlik. Agar sudlarimiz ana shu jinoyat protsessual kodeks talablari, umuman kodekslarimiz talablarini qat'iy bajarishni talab qilganda, juda ko'p qonunbuzarliklar yo'q bo'lib ketardi. Yo'q, talab qilinmadimi? Mayli, uni javobgarlik qilish masalasi ikkinchi masala bo'lib qoladi. Mana bu noqonuniy xatti-harakat qilgan davlat vakili ni ham jazolash kerak. Nima uchun sen qonunga amal qilmaysan? Buni men o'zim yozdim buni. Sen uchun yozib berdim-ku buni. Qanaqa qilib amal qilish kerak, qanaqa qilib tekshirish kerak, qanday qilib tintuv qilish kerak. Amal qilmadingmi? Uzr og'ani, to'g'ri sen jinoyatni fosh qilgandirsan, lekin noto'g'ri fosh qilganligi uchun, buni qonunga asoslanib fosh qilmaganligi uchun sen jazolanasan dedi. Haligi odam keyin safar to'xta, menga jazo nima keragi bor? Intizomiy olib nima qilaman? Qonunga amal qilayman deb, unda materialni uning uchun G'aratxo'jaga hamma sharoit borda bizda. Teskari faoliyat to'g'risida qonun bor. Mana qanday tekshirish kerak, qanday buni orqasidan kuzatish kerak. Ikkinchidan jinoyat protsessual kodeksi bor. Uni qanday endi amalga oshirish kerak. Mana tezkor ma'lumotlar asosida ma'lumot yig'ildi organ xodimida. Endi buni protsessual to'g'ri ro'yobga chiqarib sudga taqdim qilish kerak odamni. Jinoyatchimi, huquqbuzarmi deb turib, unda protsessual qoidalar ishlash kerak. Endi bu qoidalarga amal qilmaslik oqibatida pala-partish odamlar sudga chiqib ketyapti. Bugungi kunda hali qo'shnochi ichida sudlarimizga rahmat o'tkazib berishyapti, lekin vaqti kelib bu sudlar ham qonuniy haqiqiy ishlagandan keyin u materiallar o'tmaydi keyin sudda. O'tkazmaymiz dedi bu narsani. Chunki ochiq-oydin qonun buzyapsan dedi. Jahongir aka yana shuni hisobga olishmaydiki, ayrim odamlar bir kun kelib o'ziga ham xuddi shu ish bo'lishi. Unaqalar ko'p bo'ldi. Chunki men mana siz bilan suhbatda ko'p narsaga guvoh bo'laman. Kerak bo'lsa sudyalarni himoya qilingan vaqtlar bo'ladi. Ya'ni o'zlari keyin shu protsessga o'zlari tushib qoladi. Himoya qildik-ku, sudyalarni himoya qildik. Siz hozir sudyaning advokati ham bo'ldingiz, prokuror ham advokat bo'ldingiz. Yani tergovchilar ham bu hammasi. Shu vaqtda o'ylayman-da, o'zlarini shu vaqtda noto'g'ri qilgan ishlarini ham bir ko'rib chiqisharmikan deb. Esingizda bo'lsa, sizga ham birinchi marta savol bergandim Jahongir aka. Siz o'z prokuraturada ishlagansiz. O'sha ishlagan vaqtingizda advokatlik qanaqa muomala qilgansiz deb so'raganman-ku. Ya'ni bugun advokatsiz. U vaqtda prokuror edingiz. Aytadi-ku, hali boshqa. Demak, shu hali ana shu advokatlarni ham, prokuror xodimlarini ham muomala madaniyatini o'rgatadigan joylarimiz bor ekan. Baribir u o'zingiz boshiga tushgandan keyin ko'rasiz. Endi to'g'ri, muomala yaxshi, Xudoga shukr, ancha advokatga o'zi muomala yaxshi. Sababi qonunni biladi, huquqni talab qilishni biladi. Lekin ming afsus fuqarolarimiz keladi, bizga ishonch bildirgan odamlar siz bilan borsak yaxshi gapirdi deydi. O'zim borsam jayat bir tiyin qo'yardi, meni so'kib, haqorat qilib o'tiraga dedi. Siz bilan bordik, unaqa demadi yaxshi. Tabiiyda endi bu. Odam qonun bilgan odamning yonida odam hech kimi o'ziga o'zi qarshi ishlamaydi-ku. Tergovchilar ham aqlli odamlar, bular hammasi advokatni biladi, u yozuvchi so'zni biladi, kimga murojaat qilishni biladi, qanday murojaat qilishni biladi, qo'rqmaydi. Lekin chaqirilgan odam esa baribir qo'rquvda bo'ladi. Ayb yo'q bo'lsa ham ayb ish qo'ydimmi-kimmanmi deydi. Ali gap eshitib olgan stalbani bo'lsa ham bizga qamab beradi degan gap bor, qo'rqadash, qo'rquv hammasi birlashtirib odamni har qanday tazyiqqa, har qanday sha'ni to'kilishiga ham rozi bo'lishga olib kelib qoladi bu G'aratxo'ja aka. Mana endi tintuv bo'yicha. Tintuvda yana bir narsani e'tiborga olish kerakki, tintuvda
vaqt bilan tartibga solingan. Qanday? Rasmiylashtish jarayonini aytyapman. Tintuvni o'tkazish to'g'risidagi qaror prokurorda imzolangandan so'ng sudga iltimosnoma kiritiladi va sud 8 soat ichida ko'rib chiqish kerak. Ya'ni tintuvga ruxsat berish, o'tkazilayotgan tintuvga ana shu tergov harakatiga sud tomonidan ruxsat berish uchun 8 soat kerak. 8 soat ichida tasdiqlash kerak, haqiqatan qonunda belgilangan talablarni ko'rib rad qiladi yoki tasdiqlaydi. Tasdiqlangandan so'ng tintuv o'tkaziladi. Endi kechiktirib bo'lmas holatlar, ya'ni gumonlanuvchi jinoyat izini yashirmoqchi yoki qochmoqchi. Ana shu kechiktirib bo'lmaydigan holatlarni olgunga qadar 24 soat ichida tintuv o'tkazilganligi to'g'risida sudga xabarnoma taqdim etish kerak. Tintuv o'tkazgan shaxs, ya'ni xabarnomada nima uchun kechiktirib bo'lmas holatlarni baholading deb ko'rsatish kerak. 24 soat ichida sudga mana kechiktirib bo'lmas, shu sabablar qochib ketyapti, yashinyapti, shuna asoslar bor. Shuning uchun men o'tkazdim va olingan nimalar olinganligi to'g'risida hujjatlarni tahlab sudga taqdim qilish kerak. 24 soat ichida o'tkazib bo'lingandan keyin. Sud 48 soat ichida ana shu kechiktirib bo'lmas holatda o'tkazilgan tintuv harakatini qonunga mos tarzda o'tkazilganmi, o'tkazilmaganligini ko'rib chiqadi. Agar ana shu kechiktirib bo'lmas tintuv harakatlari asossiz o'tkazilgan, ya'ni ko'rsatilmagan asoslari va o'z vaqtida xabar qilinmagan bo'lsa, buni noqonuniy o'tkazilgan deb topadi va ana shu tintuv o'tkazish jarayonida olingan dalillarni nomaqbul deb qaror chiqaradi. Amaliyotda bormi bunday? Mana endi amaliyotga kelsak, mana men aytayotgan narsa Jinoyat protsessual kodeksining 158-modda prim 1 moddasi ko'rsatilgan. Ya'ni bu yerda yozib qo'yibdi. Agar sudya o'tkazilgan tintuvni qonunga xilof deb topsa, tintuv o'tkazish chog'ida olingan barcha dalillar Jinoyat protsessual kodeksining 95-prim 1, ya'ni dalillar nomaqbul deb topiladi. Amaliyotda bir holat kuzatdik. Shayxontohur tumanida joriy yilda jinoyat qidiruv xodimi kechiktirib bo'lmas harakat deb topgan holatda tintuv harakati o'tkazilgan va sud tomonidan o'rganilish chog'ida buni nomuvofiq deb topgan. Nima uchun? Birinchi o'rinda 24 soat emas, 2 oyda xabarnomasini beryapti. Yo'q. Vaholanki tintuv o'tkazilib, ana shu xonadan narkotik moddalar olingan. Sud o'rganyapti. Xabarnoma 24 soatda taqdim etilish ko'rsatilsa, 2 oyda xabarnoma taqdim etgan. Va kechiktirib bo'lmas holatlarni ko'rsatmasdan faqatgina gumonlanuvchini ushlash borasida raportida yozgan. Ya'ni kechiktirib bo'lmas ekanligi ko'rsatilmagan. Natijada tintuv o'tkazish qoidalariga rioya qilmaganligi uchun surishtiruvchining mana shu o'tkazilgan harakati nomuvofiq deb topyapti, ajrim chiqaryapti va sud tomonidan ana shu xonadonda kechiktirib bo'lmaydigan holda o'tkazilgan tintuvni qonunga xilof deb topgan. Vaholanki o'sha xonadonda jinoyat qidruvlar xodimlari tomonidan shu narkotik moddalar olingan. Va bu nomaqbulga aylanib ketdi. Qonunga ko'ra nomaqbul dalil deb topiladi. Ana odamni demak ayblashga ayblovdan voz kechadi. Mana qonun amaliyotida prokuror ayblovdan voz kechish kerak. Mana ajrimda o'sha o'tkazilmaganligi kechiktirib bo'lmas holatlarda sabablarni ko'rsatyapti. Ya'ni lekin sudya buni qabul qilib yuborishi mumkinmi? Endi bitta hozir ayni jarayon sud ketyapti. Endi kutyapmiz hozir. Endi bir qiziq joy chiqib qolgan. Aynan jinoyat ishiga mazkur ajrim ilova qilinmasdan sudga chiqqan. Nega? Yashirgan. Qarasa bu jinoyat buzilishga olib keladi umuman. Yo'q, bu strategiyasi buzilib ketdi. G'alati emas. Ha, shuni mana sud jarayonida advokatlar taqdim qildi. Ayni paytda sud tergov ketyapti. Guvohlar, xolislar va ishtirok jarayon tashkil etgan mas'ul xodimlar so'roq qilinyapti. Biz sud kuzatib turibmiz. Chunki Jinoyat protsessual kodeksda qanaqa modda aniqlangandan qat'iy nazar o'tkazish talablari sud tomonidan nomuvofiq deb topildimi, nomaqbul deb topiladida ayblov olib tashlanadi. Qonun yozgan. Mana bugungi kunda amaliyot va qonunda to'qnash kelgan jarayonini kuzatib turibmiz. Albatta sud yakuniga yetgach, bu bo'yicha yana qo'shimcha aytiladi. Shu yerda mana bu gapni G'ayratxo'ja aka. Ana shu uyda tintuv bo'lib narkotik topilgan odam sud nomuvofiq deb topdimi? Menga tashlab qo'yishgan bu narsani. Menda yo'q edi deyish mumkin. Endi sud shu yerda уже tupikka kiradi. Qarasa haqiqatda xabar vaqtida berilmadi, 2 oy o'tib ketdi. Sabab nima sabab bo'lgan degan savolga esdan chiqib desa ham bitta vajib sifatida qarayapti uni ham.
qanaqa esingdan chiqadi seni vazifang bo'lsa, bo'lmasa vazifaga sovuqqonlik degan javobgarlik kelib chiqadi. Har qanday sharoitda ana shu jinoyat protsessual kodeks talablariga rioya qilmagan xodimga jazo bor bu uchun. Qonun bo'yicha. Lekin nomaqbul deb topmasligi sudga havola, shundaymi? Sudga havola. Endi bu yerda ochiq oydin уже ajrim chiqarib bo'ldi buni sudya. Ajrim chiqarib, nomuvofiq deb top bo'ldi. Buni endi maqbul deb topa olmaydi. Уже bitta sudya olib ko'rdi, yo nomuvofiq, buni qabul qila olmayman deyapti. Sen jinoyat protsessual kodeks talablariga amal qilmading deyapti. Endi yo buni maqbul deb topdim degan bo'lsa, yana savol tug'iladi. Yana advokatlar yana aytadi, qanday uchun bunaqa maqbul deb topildi. Yo'q, Jahongir aka, Iqbolning aka bir savol bor-da. Mana agar instruksiya aniq bo'lsa, qoidalar aniq bo'lsa, agar tintuv o'tkazish qoidalari buzilgan bo'lsa, bu nomaqbul deb topiladigan bo'lsa, nega bu sud hukmiga qolish kerak? Ya'ni qoida aniq. Kalka bor. Mana shunda oldingda shuni tushirding, tushmayapti. Demak, bu nimaga bu nomaqbul deb darhol topilmaydi? Bu albatta deylik sudning na usmatrini nega? Xullas, bu yerda o'zi yaxshi savol, bu ham to'g'ri savol. Yo, topilishi mumkin. Yo, buni qachon mumkin deyapsiz-da Jahongir aka. Nega mumkin, nega aniq emas? Men albatta boygali narkobaron, balo battarlarni himoya qilish, xudo saqlasin. Bu hali umuman jinoyatchi ular. Gap bunday emas. Bu yerda qonun himoyasi. Qonun, ya'ni qonun hammaga bir xil ishlash kerak-da. Endi biz huquqiy davlatmiz-ku. Huquqiy davlat bo'lganimizda qonun ishlash kerak. Nega aniq qonunda yozib qo'yibdi? Mana hozir sizdan bilyapman, nega aniq qonunda yozib qo'yibdi? Mana shu qonunga amal qilinmasdan topilgan nimadir nomaqbul deb topiladi deb qonunda yozib qo'yibdi. Nega bu kimnidir hukmiga havola qilinishi kerak? Mana ana shu qonun buzishga yo'l qo'ygan xodim o'z-o'zidan aybdor. Buni to sudgacha borib o'tirishimiz shartmi desangiz, yo'q, shart emas. Buning uchun prokuror bor. Prokurorning vazifasi har bir qabul qilingan qarorni qonunga o'rganib chiqadi. Ana shu nomaqbul dalil deb topilayotgan bugungi kundagi xatti-harakatlarni, hujjatlarni uni prokuror topib bekor qilish kerak edi. Prokuror sudgacha. Chunki prokuror qonun ijrosini nazorat qiluvchi organ bu. Demak, bu prokurordan nima o'tib ketib qolgan bu? Oxir sudga borgan, yaxshi instansiyalarimiz borligi uchun kelib taqalib qolgan. Endi sudga borib taqalgan, sud adolat qilgan bu yerda, qonuniy harakat qilgan sudya va bekor qilyapti. Aytmoqchimanki, bu ungacha taqalmasligi mumkin edi. Prokuror buni oldini olish kerak edi. Prokuror chunki ichki ishlarni har bir xodimini kundalik qilayotgan harakatlarini bahol qudratini kuzatib boradi. U materiallarni tekshirish yo'li bilan kuzatib boradi. Mana bu yerda aytyapmiz, zudlik bilan xabar berish kerak edi. Nafaqat sudyaga, prokurorga xabar berish kerak edi. Endi prokurorga ham 2 oydan keyin xabar bergan bo'lsa kerak-da bu. Vaqti bermasdan. Shuning uchun shunaqa uzilishga to'g'ri kelib qolgan. Lekin bunaqa holatlar yuz bermasligi uchun men fikrimcha prokuror mas'ul. Sudyadan oldin ham prokuror mas'ul bunga. Yo, unda sudya prokurorga nisbatan ajrim chiqarish kerak. U sovuqqonlik bilan yondashgani uchun. Uni aslida sudya shuni qilsa ham bo'ladi. Uni vakolati bor. Qayerga qarayapsizlar sizlar? Nima uchun aytaylik sudni bekorga vaqtni olyapsizlar, ovora qilyapsizlar deb ajrim chiqarib, ta'didnoma kiritish huquqi bor, xususiy ajrimlar chiqarish huquqi bor. Lekin bugungi kunda bizda bilamiz, endi bir-biriga ko'pchilik bog'liq. Bu materialda bu beradi, bu hukm chiqarib, bunisi nazorat qiladi, uni qonuniyligini. Ana shu narsalar o'zaro tiyib turish sistemamiz bu narsaga xalaqit qiladi, g'arat xo'ja aka, baribir. Chunki biri-biriga yomon ko'rinmaydigan mana kunigacha chiqyapti-ku, mana yangi qarorlar, sudning mustaqilligini ta'minlash. Prezidentimiz ham yaqinda aytdi, bundan keyin kimdan-kim sudga faoliyatiga aralashadigan bo'lsa, jazoni muqarrarlikni ta'minlayman albatta degan gaplar bo'ldi. Demak, mustaqillik hali biz kutgan darajada emasligi uchun prezident darajasigacha muhokamagacha chiqyapti bu masala. Shuning uchun sudyalar qaysidir ma'noda qo'llari bog'langanda ham haligacha borda. Buni to'liq sudyaning mustaqilligini 100% ta'minlab bermas ekanmiz, sudya istalgan organning xatosini yuziga solib, unga chora ko'ra olmaydi baribir. Toki sudlarimizning qarorlari, hukmlari chiqarishlari qaysi organlarning aralashuvi yana sabab bo'lib qolyaptimi? Toki buni oldini olmas ekanmizmi? Bunaqa voqealarni deb qabul qilamiz. Shunaqa bo'ptimi? Shunaqa haligi nima deydi? Jur'atli sudyalarimiz bor ekanmi degan savollarga taqalib qolamiz. Bunaqa holat g'ayrat xo'ja aka endi ko'ryapmiz. Mana kecha kuni bitta ishimiz bo'ldi. Sota hujjatlar bilan odamga ehtiyoj chorasi qamoqda talash haqida chiqarilgan hujjat. Borib xodimlarimiz, advokatlarimiz apellyatsiya berib, odamni qamoqdan qo'yib yuborishga sababchi bo'lishdi mana. Mana 2 kun oldin bo'lgan voqea soxta hujjatlardan chiqarishdan ham qo'rqmayapti. Lekin ana shu hujjatlar jazolandimi shunga? Mana o'sha masala turibdi-da. Mana hozir uning uchun xizmat tekshiruv tayyorlash kerak. Sud ochiq oydan ajrim chiqadi. Nima degan gap bu? Yo xodim soxtalashtiryaptimi degan narsaga ana shu xodimga qat'iyatli bo'lmasa ekan, qonun jazo ustuvorligi, javobgarlik muqarrarligi xodimlarga nisbatan ham bo'lmasa ekan, bu davom etaveradi. Mana tintuv masalasida ko'pincha mana savollar bo'ladiki,
agar bo'ysunmasang huquq tartibot organlari xodimining qonuniy talablariga bo'ysunmadi deb yana 15 sutkaga ketishi mumkin. Shu yaxshi narsani ko'tardingiz. Shu narsa haqida ham bugun ham o'tirib bir hujjatlarni tutib chiqib aytgandim. O'zi umuman avvalo fuqarolarimizdan savol bo'lsa kerak, o'zimiz qanday tutaylik o'zi. Qanday qilsak to'g'ri bo'ladi? Qanday bo'lsa biz haligi qonun talabiga bo'ysunmagan bo'lib qolmaymiz degan savollar bo'lishi aniqda endi odamlarda. Chunki odamlar uni chegarasini bilmaydi. Nima uchun? Chegarasi o'zi yo'q. O'tkaz bilan bu haqda gaplashdik. Aniq bir reglamentatsiya qilib, mana shu vazifang deb bor yozilgan. Qarorlarda, nizomlarda bor, u ham to'liq emas. Qaydadir bo'shliqlar bor, lekin shuni ham hattoki bilmaymiz. Baribir ana shu holatlarga yuzaga kelyapmizmi toki odamlarimiz ana shu ozgina bo'lsa ham huquqni o'qib, o'rganib, surishtirib, qiziqmas ekan, biz bir ikkita suhbatlarimiz bilan buni yakuniga chiqayinda bu. Shu yerda o'rgandik, umuman fuqarolarimiz qanday o'zini tutsa to'g'ri bo'ladi. Qanaqa qilib qilsak biz qonun talabiga bo'ysunmagan bo'lib qolamiz degan narsani ochib o'qisam, shunaqa xulosalar chiqyapti-ki, ko'p nimalardan, maqolalardan ko'ryapmanki, birinchidan bitta fuqarolarimiz hissiyotga berilmasligi talab qilinyapti. Umuman mana kelib tintuv qilaman desa, yaxshi, tintuv qilishga men qarshiligim yo'q. Mana qonunchilardan o'rganyapmiz, ko'ryapmiz, kerak bo'lsa uni ko'rsatuvlar ko'ryapmiz, yuristlar chiqib gapiryapti. Siz qaror berishingiz kerak ekan menga, qaror bermaguncha qilishingiz noqonuniy bo'lib qolar ekan. Shuning uchun iltimos menga qaror taqdim qiling deb, shunga qo'shimcha ravishda aytayapti, telefoningizga shuni yozing deyapti. Aytayotgan gaplaringiz sizga dalil bo'lsin. Dalil bilan birga qo'shib yozib keting hammasini deyapti-da. Bu to'g'ri yo'nalish mening fikrimcha. Bugungi kunda hali ikkita sherigingiz bo'lsa, sherigingiz yordam bersin, yozib tursin deyapti. Agar bir o'zingiz bo'lsangiz, o'zingiz ham yozib turingki, va shunda og'ir bosiq bo'ling, xushmuomala bo'ling deyapti organ xodimlari bilan deyapti. Mayli, agar yo billo nimaga boramiz, hozir bilan отделениеga boramiz desa, siz hozir mendan noqonuniy narsa talab qilyapsiz. Meni olib borishga asosi yo'q. Yonimda shaxsimni tasdiqlovchi hujjat bor. Ko'zdan kechiraman desiz, to'sqinlik qilayotganim yo'q. Bo'lmasa men hozir yoki prokuratura organlariga yoki Ichki ishlar vazirligining o'zini himoya qilish xizmat nimasi bor. Shaxsiy xavfsizlik bo'limi bor, boshqarmasi bor. Shunga murojaat qilaman ustingizdan bo'lmasa deb, shunday og'ir bosili bilan javob berib va hamma gaplaringizni fiksatsiya qilib keting deyapti. Haqiqatan ham G'ayratxo'jaga bundan boshqa fuqaroning imkoniyati yo'q. Atrofiga odam yig'ib olib muhokama qilsa, bu ham o'ziga og'irlashtiruvchi holat bo'lib qoladi. Bu ham javobgarlikka sabab bo'lib qoladi. Shuning uchun ana shu sharoitda ana shu maqola yozayotgan olimlar ham aytayaptiki, tushunamiz, fuqaro u paytda kuchsiz ancha. Chunki har bitta harakat o'ziga qarshi ishlashni boshlashi mumkin, bo'ysunmaslik ishlashi mumkin. Shuning uchun siz yagona qurolingiz telefoningiz, ya'ni siz chiroyli muomala qilayotganligingiz, unga qarshilik qilmayotganligingiz. Endi ana bu post patrul xizmatim u yoki aytaylik, ya'ni protsessual xodim emas, ya'ni tergovchi emas, aytaylik boshqa xodim emas u, yo'l turgan yo'l harakat xavfsizligi xodimi bo'lishi mumkin. Uni vakolatlari bor. Uni tintuv qilish huquqi yo'q. Uni tintuv qilish huquqi yo'q. U faqat ko'zdan kechira oladigan. Har bir mana hozir ma'muriy javobgarlik to'g'risida kodeksning 289-moddasida shu 10 dan ortiq organlar berilgan. Misol uchun mana Milliy gvardiya, havo transporti xodimlari, boshqarma organlari, ichki ishlar xodimlari, harbiylashtirilgan qo'riqlash bo'linmalari, bular hammasi bir nechta organ sanab o'tilgan. Endi bularning o'zini qidirish predmetlari bor. O'zlari ishlaydigan predmetlar bor. Aytaylik, yo'l harakati xavfsizligi, aytaylik, boshqarmada o'tgan moddaga ham aloqasi yo'q buni. Masalan, telefon tashiyotgan bo'lsangiz, unga u qiziq emas. Unga qiziq emas. Uni ishi yo'l xavfsizligi. Yo'l harakati xavfsizligi. Aytaylik, siz chiziqni bosib qo'ydingiz, aytaylik, pravangiz qani, ishonchnomangiz qani, sug'urta apchechka qani, shuni masalasi. Ikkinchisi, aytaylik, mana ekologiya xodimlari bor. Ular aytaylik ishi ov qurollari, misol uchun yoki ov mahsulotlari, qurol emas, mahsulotlari, baliqlar ovlab qo'ydimi yoki aytaylik havoni zaharlashtiradigan bir qandaydir modda yuritib oldi. U uni qidiradi. U narkotik qidirmaydi, u qurol qidirmaydi. Uni yo'l harakati xavfsizlik xodimlari ham aslida buni qidirmaydi. Aytaylik, post patrul xizmat xodimlari ular qidiradimi deydigan bo'lsa, post patrul xodimlari sal vakolati kengroq. Ular ko'proq narsa qidiradi, sabab ular jinoyat izlarini ham qidiradi. Lekin ularga ham tintuv qilish huquqi berilmaganda. Tintuv qilish huquqini aytdiki kimlar? Uni tergovchi qarori bilan yoki surishtiruv organining qarori bilan sanksiyalangan, sudyaning sanksiyasi bilan sanksiyalangan qaror keyin tintuv o'tkaziladi. Lekin bular olyaptiki, hozirgi kunda men xodimman, hatto shunaqa ko'rdimki, bir joyda to'xtatyapti-da, narkotik predmetga tekshiramiz, tintuv qilamiz deyapti. Deydi-ki, mana narkomaniyaning xodimi ham bor. Xuddi narkomaniyaning xodimi kelib qolsa, qonuniy bo'lib qoladigan deb tushyapti. Narkomaniyaning xodimi unaqa vakolati yo'q. U narkomaniya xodimining ham boshlig'ining vakolati bor. U oddiy xodimini vakolati yo'q unga. U ham bor qaror bilan kelish kerak. Mana bizning qaror bor, shuning uchun siz boshqa tintuv qilamiz deyish kerak. Lekin shu narsalar bugun bo'lmayapti. Nimaga? Chunki ana shu organ xodimlari o'zi ham qonunni yaxshi bilmaydi.
tintuv bilan ko'zdan kechirish chegarasi yaxshi yoritilmagan qonunlarimizda. Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksda o'tirib o'qishsiz tintuv degan tushuncha yo'q u yerda umuman, ko'zdan kechirish bor. Jinoyat protsessual kodeksda tintuv ham bor, ko'zdan kechirish ham bor. Va bu jinoyat protsessual kodeks o'z-o'zidan jinoyat predmetiga oid masalalarga taalluqli bu qonunchilik. Biz hozir yo'l patrul xizmati xodimlari yoki yo'l harakati xavfsizligi xodimlari mashinani to'xtatib, jinoyat predmetiga qidiruv o'tkazishyapti, G'ayrat Xo'ja aka. Bu mumkin emas, noto'g'ri. Unday holatda, misol uchun, bugungi kunda mana qurol yaroqlar olib ketilayotgandir balki biron joyda yoki narkotik moddalar ketayotgandir, unda qanday qilib topamiz der balki ularda. Buni shuncha aytadi. Buni qachon bularni vakolat kirib qoladi, qachonki ko'zdan kechirilyapti. Ko'zdan kechirilayotgan paytda qandaydir korobka turibdi aytaylik, sumka turibdi ichida, ichini ochib ko'rsating deyish huquqi bor. Mashinani ochib ichida nima bor? Qarasa, shubhali narsa turdimi? Oq narsadir balki, bir hid narsa bordir. Menda shubha tug'ildi desa, ana shu joyda darrov hujjatlashtirib, ikkita xolisini olib kelib, ana shu kechirmas bo'lmas holatlar borda, o'zini vakolati yo'q narsa, keyin tegishli odam chaqiradi u. Manaqa narsani ko'zdan kechirayotgandim men. Aytaylik, ichidan bir kiyik kallasi chiqib qolgan bo'lishi mumkindir. Aytaylik, shunaqa taalluqli organ chaqiradi. Qandaydir dorilar chiqqandir, buni tekshirish, uni o'zini xodimini chaqiradi. Sabab aytaylik, hozir sizdan bir kasalni ko'rib qo'yin desa, men buni tushunmayman, hattoki deysiz-ku, uni bilmayman hatto deysiz. Ko'rib qoling, qo'lingizdan kelgancha deya olmaydi-ku. Organlarda xuddi shunaqa bo'lingan hamma narsa. Aytaylik, buni qandaydir moddalar bor, aralashganda aytaylik portlovchi moddani keltirib chiqarishi mumkin. Shunga gumon qildimi, meni gumonim bo'lyapti moddaga deb turib, tegishli xodim chaqirib, uni ushlab turish huquqi bor muayyan vaqtgacha. Hech narsa chiqmadimi, o'rganildimi, boshqa protsessual to'g'ri bo'linsa, hech qanday e'tiroz yo'q. Lekin protsessual qoidalar buzilib ketyapti hozir G'ayrat Xo'ja aka. Shuning uchun bu mavzuni ko'tardikki, ehtimol qandaydir natija olayotganga o'xshayotgandirmiz, lekin sistematik tarzda jinoyat protsessual kodeksi faqat shu mavzuda buzilib tursin, agar hozirchada, lekin qolgan mavzuda ham ko'chib o'tadi bu. Ertaga tazyiq bilan ko'rsatib olishni boshlaymiz. Ko'rsatuvni oldimku deymiz. Mayli so'kkandirman, ozgina urib qo'ygandirman, lekin kerakli ma'lumotni oldim-ku men deymiz. Bu noqonuniy usullardan foydalanish oxiri qon-qonga singib ketib qoladi-da, umuman qonni mensimay qolamiz keyin. Bu yomon. Bu yomon. Ahvolga qo'shimcha bo'lsa. O'sha tintuv o'tkazish jarayonidagi shaxslarning ishtiroki haqiqatan o'zining jarayoni bor. Yuqorida aytdik, ruhiy holati. Shaxsga nisbatan xonadonda tintuv o'tkazilayotganda biz fuqarolarga aytamiz, imkon qadar taqdim etilayotgan hujjatlarni o'qib chiq va qo'l qo'yishdan avval ham o'qib chiq. Chunki tintuv qarori berilgandan so'ng, tintuv tugagandan keyin o'sha yerda nima olingan bo'lsa, bayonnoma rasmiylashtirish kerak. Yo ichki ishlar idoralarida ketib qilamiz yoki boshqa joyda emas, aynan o'sha yerda bayonnoma rasmiylashtirish kerak. Bayonnomada nima olinganlar ko'rsatilish kerak, xolislar imzo qo'yish kerak va tintuv o'tkazilayotgan shaxs ham tanishib chiqish kerak. Birinchi holat. Ikkinchisi, har bir jarayonni yuqorida ham aytdi, video fiksatsiya qilish kerak. Uchinchisi, xodimlarga qarshilik ko'rsatish kerak emas, aytilgan joyda ko'rsatib berish kerak. Va to'rtinchisi, imkon qadar advokatini chaqirish kerak. Chunki advokat huquqni biladi. O'sha jarayonni tushunadi, qanday harakatlar to'g'ri qilinayotganini, qanday harakatlar noto'g'ri ekanligini kuzatadi va o'sha yerda shu bilan yo'nalish berib turadi. Mana shu xolos. Endi o'zi umuman yana bir masala bor. Yana men hozir huquq tartibot organlari tomonidan. Endi o'zi tintuvga borgan bo'lsa, o'zi nimadir sabab bo'lsa kerak deyman o'zi. Ya'ni masalan, oddiy odamning uyiga bir tintuv qilib qo'yaylik deb bormaydi. Ya'ni vaqt yo'qotish nuqtai nazardan kim o'zi Xudo biladi u degan masala ham bor. Ya'ni tintuvga borayotgan bo'lsa, o'zi nimadir jiddiyroq sabab bo'lsa kerak o'zi deyman-da. Tintuvda yuqorida aytib o'tdik, o'sha jinoyat protsessual kodeksining 158-moddasi bor. Ya'ni tintuv o'tkazish uchun asoslar bo'lishi kerak. Toki uni asosi paydo bo'lmaguncha bir titkilech bilan chiqib qolar deya olmaydi. Shunday. Unaqa vakolati yo'q. Balki uydan chiqib qolar, qani boraverchi deya olmaydi. Qachon? Chunki uy daxlsiz. U tergovchiga ham daxlsiz. Prokurorga ham daxlsiz, sudyaga ham daxlsiz va boshqa undan kattaroq lavozimlarga ham daxlsiz. Insonni shaxs o'zi ham daxlsiz, kim bo'lishidan qat'iy nazar. Shuning uchun istalgan odamni "Kel, bu yoqqa tur, seni bir tutib chiqaman, qani uyingga kirib chiqar" deya olmaydi. Hatto tergovchi ham qachonki unda ma'lumotlar bo'lsa, ana shu uyda saqlanayotganligi haqida, aytaylik, kimdir aytdi, Eshmatda uyda narkotik bor ekan. Qayerdan bilding sen deydi. Tuhmat qilayotgan bo'lishi mumkin, ataylatdan buni bir qora qilib qo'yay deyish. Men kirganda bu o'zi shunaqa dedi menga falon kuni, falon joyga qo'yib qo'ydim men deb aytdi bu dedim. Ana shu gapini uning nomidan yozib oladi, tayi qo'l qo'ydiradi unga. Ertaga mabodo seni gaping tuhmat bo'lsa, sen javob berasan, men javob bermayman deb turib, ana shu daraja mustahkam bo'lish kerak. Shu daraja tergovchi tintuvga intilib otilib ketish kerak emas.
Lekin bunday ma'lumotlar bo'lmasligi ham mumkin G'ayratxo'ja aka, tergovchilarda. Aytaylik, tergovchi bir shaxsni ehtiyot chorasi sifatida qamoqqa oldi. Aytaylik, juda ko'p miqdorda byudjet mablag'larini talon-toroj qilib yuborgan bo'lishi mumkin yoki boshqa bir shaxsning mulkini talon-toroj qilgan bo'lishi mumkin yoki bir buyumlarni talon-toroj qilgan bo'lishi mumkin. Va tabiiyki odamzod olgan narsasini o'zini eng mustahkam qo'rg'oni uy-ku. Uyga olib boradi-ku birinchi bo'lib yoki jinoyatdan keyin ish nimalar izlari bo'lishi mumkin. Ana shu paytda bo'lishi mumkin degan ehtimoli ana shu jinoyatda o'zida kelib chiqadi unda. Odamzod qayerga boradi? Borsa uyga boradi. Birinchi uyga boradi. Ha, boya aytdingiz-ku siz, bunaqa ma'lumot bo'lish kerak ekan, kimdir berish kerak ekan-ku deydigan bo'lsa, ana shu jinoyat ishining doirasida aytaylik, Eshmatov Toshmatga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Eshmatov Toshmatni shu jinoyatga aloqadorligini, uni uyida, yonida, kiyimida yoki boshqa joyda ana shu jinoyat izlarini yashirgan bo'lishi mumkinligi haqida unda taxmin paydo bo'ldi. Sababi mulk bor, aytaylik, o'g'irlikka tushgan, ancha-muncha mulk o'g'irlagan, ana shu qayerda bo'lishi mumkin? Yonida yo'q, chiqmayapti, mashinasida yo'q, chiqmayapti. Uyda bo'lishi mumkin. Demak, tabiiyki uyga borishga o'zi ham tashabbus qilishi mumkin. U o'sha bilan asoslaydi o'zini. Bu ham asoslangan. U ham o'zini fikrini asoslab beradi tergovchi. Mana shunga asosan men qildim. Chunki qonunchilik tergovchiga shunaqa asoslar keltirishga ruxsat bergan. Tergovchi o'zini tergov taktikalarini, tergov taxminlarini ishlab chiqadi u. Qator reja qiladi. Bu reja prokuror tomonidan tasdiqlanadi. Men roziman shuni reja asosida ishlashingga deydi. Qarang, protsessual jarayonni o'tyapti deb. Baribir nima bo'lgan chog'ida ham yashirincha, hali dabdurustdan qilayotgani yo'q u. Oldin reja qilib olyapti. Bir nechta versiyalar ishlab chiqyapti, taxminlarini. Mana shu taxminlar bilan bu jinoyat sodir bo'lgan bo'lsa kerak deyapti. Ana shu taxminlari to'g'ri taxmin tanladimi, noto'g'ri taxmin tanladimi, u amalga oshiradi. Bu ko'proq ochilmagan jinoyatlarda, mana qotillik jinoyatlari bor, o'g'irlik jinoyatlari bor, talon-toroj jinoyatlari ochilmagan. Mulk yo'q, lekin kim qilganligi noma'lum. Ana shu paytda aniqlash uchun qator qayerda bo'lishi mumkin bu mulklar desa, uni atrofdagi do'stlarini ro'yxat tuziladi, qarindoshlari qiladi, yaqin odamlarni qiladi. Ularni tekshirish mumkin. Sababi yaqin odamingizga qo'yasiz. Ayrim odam misol jinoyat qurol uyingga olib borsa, uying keladi, bar tintuv qilib, keyin qo'shniga qo'yib qo'y yoki o'rtog'imga olib boradi degan fikr bormi? Uni tergovchi ham bu versiyani albatta ishlab chiqadi va prokurorga taqdim qiladi. Endi nima uchun sen aytaylik, umuman jinoyatga aloqasi yo'q odamni uyini tintuv qilmoqchisan desa, o'rtoq prokuror men ma'lumot yig'dimki, bu bilan ko'p marta birga bo'lgan ekan bu. Buni odamlar aytayaptiki, qachon qarama birga yurishardi ikkalasi. Demak, bu ikkalasi yaqin. Qarang, bu ham ma'lumotga asoslanyapti. G'ayratxo'ja aka. Nimadir bor. Endi hurmatli prokuror ko'rarlichi chiqib qolar demaydi. Shunday holatda tintuvga shunaqa asoslar qilinadi demoqchiman. Bo'ldi, agar qo'shimcha bo'lsa. O'zimman mana shu mavzuga agar qo'shimchalar bo'lsa yana. Agar muxlislarda ham savollar bo'lsa. Xo'p. Endi agar bunga amal qilinmasa, sudda bu narsa advokat keltirib berish kerak bo'ladi, hurmatli muxlislar. Ya'ni amal qilinmasa-chi degan savolda, ya'ni amal qilinmasa, agar amal qilmagan hozirda Iqboldiniki bitta misolni keltirdi-ku, xuddi shunaqa chora-tadbir ko'riladi. Tintuv, sudning tintuv o'tkazish to'g'risidagi o'sha qarorda ajrim ustidan shaxs 24 soat ichida apellyatsiya tartibida shikoyat qilishga ega. Ya'ni sud tergov tomonidan berilgan tintuv bo'yicha bu, lekin sudning tintuv o'tkazishdagi qarori ijrosini to'xtatib turmaydi. Tintuv bo'ladi, o'tkaziladi. Lekin aynan shu sud tomonidan qabul qilingan, ruxsat etilgan jarayon bo'yicha 24 soat ichida shikoyat kiritish ko'rsatib o'tilgan. Endi bir jihat borki, tergovchi prokurorga taqdim qiladi. Prokuror iltimosnoma kiritilgandan so'ng tintuv o'tkazishga ruxsat berish yoki rad qilish masalasi yopiq tarzda ko'rib chiqiladi. Unga tarafdor advokati kirmaydi. Bu yerda sud, prokuror kerak bo'lsa surishtiruvchi yoki tergovchi chaqiriladi. Ana shu jarayonda hal etiladi bu tintuvga ruxsat berish yoki rad qilish. Prokuror asoslab beradi, nima uchun tintuv o'tkazishimiz kerakligini asoslab beradi. Agar shu asoslarga sud ishonsa, ruxsat beradi. Yetarli emas desa rad qiladi. Agar ishonib ruxsat bergandan jarayon bo'lyaptimi, shaxs advokatiga noto'g'ri bo'lyapti, noto'g'ri o'tkazildi desa, shu asoslar qilib 24 soat ichida apellyatsiya tartibiga kiritadi. Ana shu sud apellyatsiya tartibi yuqori turuvchi sud ko'rib chiqib, nomaqbul ekan, larni asoslab berilsa rad qiladi va yuqoridagi olingan masala nomaqbul deb topilishi kerak, ko'rsatib o'tilgan. Mana shu jarayon sxem mexanizmi mavjud. Men 1 soatga hali yetib kelmadik desa, 1 soatdan ancha oshib ham ketamiz. Yo'q, suhbat shunchalik qizib ketdi. Biz tintuvgacha ham ancha savol javob qildik-ku. Men hozir tintuv qismidan boshlandik. Hali 1 soat bo'lmadi desam, hozir 1 soatdan oshib ketdi. Sizlarga kattakon rahmat. Kelgusi kurslarda ko'rishguncha salomat bo'ling. Rahmat. Sog' bo'ling.